Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlarım. Yana bir mezgil o'tdi, ko'rishmay qoldik. O'zim sal oldirashib qoldim. Bugun ham o'tganda deganimdek bir ehtiyoj tug'ilganligi uchun yana ekronni ochdim. Buni bir necha qatam qarindoshlarimizga tushuntirib o'tgandim. Men odatda bek oldirish o'tkazishga doim ekronni ichib keta olmayman. Qachon bir jiddiy ehtiyoj tug'ilganda ham o'zimning vaqti yor berganda ekronni ochaman, ba'zi suhbat qilishga tegishli qarindoshlarim bilan suhbat qilaman. Bugun bir muhim tema haqida qarindishimiz bilan suhbat qilmoqchi. U bo'lsa-mu, shu oldimizda mushafda ochilmoqchi bo'lgan Fransiyadagi Mustaqillik harakati tashkilotiniki qurilish murosimi haqidagi xalqimiz orasidagi har xil qiyoslar, talash tortishlar va boshqalar to'g'risida bir qarindishimizni bir to'g'ri bir hukm berish bizga bu nima ochilmoqchi bo'lgan joy to'g'risida atrofliq tushuncha berish yuzasidan bugun yana qarindishimiz Abdurahimjonni ekranga taklif qildik. Assalomu alaykum, hurmatli Abdurahimjon. Va alaykum assalom. Jasorat munbirga xush keldingiz. Rahmat. Bu haftaning oxiri hammamiz diqqat qilib kelayotgan Parijdagi Mustaqillik harakatiniki ochilish murosimi bo'lmoqchi, ya'ni qurilish murosimi bo'lmoqchi. Bu vaqtda endi ba'zi qarindoshlarimiz chiqib vaqtda tushuncha bergan bo'ldi, ammo yanada xalqimiz orasida har xil qiyoslar, har xil talash tortishlar, ya'ni nima maqsad qilinadi, nimalar bo'ladi bu jig'imda degandek gap so'zlar izchil davom qilib kelyotdi. Bo'libmi shu mushqatimqi Parijdagi cho'ng yig'ilishda ba'zilar deydi parlament qurilmoqchiga yoki surgun hukumat qurilmoqchiga deydi, ba'zilar yo'q, bu burundan e'lon qilingandek shu mustaqillik tashkiloti quriladi Parijda asosligi. Onunğa qo'shimcha holda balki boshqa ishlar bo'lishi mumkin degan qiyoslar bor. Hamda siz nima deymiz, hamda siz shu qurilmoqchi bo'lgan mustaqillik tashkilotiningki nazariy asosini sog'uvchilardan biri bo'lish sifatingiz bilan ichki ahvolni yaxshi bilasiz deb o'ylayman. Shunga shu haqda oldi bilan shu Parijda ochilmoqchi bo'lgan shu yig'in to'g'risida bir atrofliroq bir tushuncha bergan bo'lsangiz qarindoshlarimizga. Rahmat. Mana bugun qimmat vaqtimizni ajratib, shu suhbat taklif qilganingiz uchun sizga oldindan rahmat aytaman. Endi biz shu oldimizdagi hafta, ya'ni 9-oyning 28 kunidan 30-kunigacha 3 kun davomlashadigan yig'inninki qanday bir yig'in ekanligini ozroq bir tushuncha beray. Buni endi hozirgachilik shu yig'in to'g'risida oz to'la xabar anglab kelayotgan qarindoshlar biladi, ammo mujoratchi qarindoshlarimizninki hammasi bir ulg'uchidagidek xabar tep bo'lolmaydi. Ba'zi voqea, ba'zi hodisalardan ba'zi quloqdan quloqqa anglandi. Amaliy xabarning o'zini xabardor bo'lmaganlarning ko'pinchisi ba'zi xato uchurlarga ta'minlab qoldi. Shunlashqanda yana bir qatim izoh berib, yig'inning qanday yig'in to'g'risida andikida davomlashtiraylik. Endi xabar topgan qarindoshlarningki shamida bo'lishi kerak. O'tgan yil Dünya Uyghur Qurultayı favqulodda chaqirilgandan keyin
qurultayning tarkibidan bizachi tashkilotlar ayrılib chiqib ketgan. Endi buni takrorlash hojat yo'qdi. Shundoq bo'lsa-mu, bu qandaq bir yig'in, yana qandaq bir tashkilot qurildi deb masalaning yetakchining xabari yo'q. Voqeaning jarayonidan xabari yo'q qarindoshlarga nisbatan bir yangilik bo'lib ketyapti bu qatimki tashkilotning qurilish yig'inlari. Shuning uchun ham ajoyib bir qisqacha jarayonni asliga o'tgan keldi. Shu hodisalardan keyin biz yil 3 ayning 17 kunidan 19 kunigacha Gollandiyaning poytaxti Amsterdam shahriga yig'ilib, dunyoning har qaysi davlatlardan kelgan jamoat arboblari yoki tashkilotlarning rahbarlari bilan muzokara qilishib, Sharqiy Turkiston mustaqillik harakati nomida vatanning o'zlik mustaqilligini talab qiladigan va shu vatanning mustaqilligi uchun qilishga tegishli harakatlarni olib boradigan shunday bir xarakterli tashkilot quramiz deb shuni muzokara qilib, o tashkilotning qurilish xizmatlarini bajaradigan tayyorlik komitetini tashkillab, bir programmani ma'qullab qaytgan o'chaqdimi bayonot e'lon qilingan bu yil shu yil ichida yoz oylarida tashkilotning qurilib chiqadiganligi to'g'risida xabarimiz topilgan. Ammo muhojir qarindoshlarninki hammasining xabari bo'lib qolmaydi. Odam degandek qancha ko'p tashviqot qilib, qancha ko'p ma'lumot bergan bo'lsak yaxshi bo'ladi, ham uni qilolmadik. Qildigan ishlarning ko'pligi ba'zida bir kuchur xabarni yetkazsak, uni to'g'ri tushunib ololmay yoki jadal majra talash tortishga texmo bir ko'ngil og'riqlarga sabab bo'ldi. Shu tarafni o'tib tutib, bakmi bir davranishlik ketmaydi. Buni tashkilot oldi bilan qurilsin, qurilgandan keyin xalqning millatimizning o'zi buni ko'rib, tashkilotni qilib yetgandan keyin ondan keyin tushuncha hosil bo'lishi bir qadar oson o'tmaydi. Qo'l bakmi tashkilot ketmagan to'q. Shundoq bo'lsa-mu, endi tashkilot qurildiganga, ya'ni yig'in chaqirilganga bir necha kun qoldi. Shundoqdan tushuncha hosil qilolmaganlar xeyli ko'p. Ko'pincha inkaslarninki, ma'lum ayrim inkaslar kelyapti. Men bilan ayrim suhbat chaqirganlarmi bor. Chet elda shuncha bo'lar tashkilot qurib, yana nima uchun tashkilot qursizlar? Hozirgi bor mavjud tashkilotlarning o'ziga qaytilib, shuni kuchlantirib, vatanning tezroq azob bo'lishini, xalqimizninki Xitoyning zulmi ostida azoblanayotgan bu xalqimizning zulmlarini yengiltish uchun bir harakat qilsangiz bo'lmamdi deb bunday inkaslar qilganlar bor, fikrlashayotganlar. Endi yana desak, yeni shu bundan burun jiq suhbat o'tkazdik. Jiq ko'ngil og'riqimi yuz berdi. Endi bu qatim masalaga kelsak, endi bu tashkilotninki biz shu Sharqiy Turkiston mustaqillik harakati nomidagi shu tashkilotning o'zini bu yil 9-27 kuni, 28 kuni va 30 kuni Parijda bu tashkilotning qurilishiga ejildi degandan keyin yana norozilik fikrlar, har xil inkaslar ko'proq bo'lib ketdi. Undaq bo'lishda Sharqiy Turkiston sürgünlüğü hükümetinin ichida ajraq bir krizis paydo bo'ldi. Onun bilan bo'lib bizningki ba'zi qarindoshlarimiz biz shu sürgünlük hukumatninki bir ishlarini, ya'ni krizislarni hal qilsak, shuni kuch qilsak yaxshi bo'ladi deydigan bir fikrlarni o'tirib chiqdi. Ba'zi bir talash tortish muzokaralar o'tirib tushdi. Shuning bilan biz oldindan shu tashkilotni qurib chiqib, ondan keyin shu tashkilotni asos qilib turib, shuni biz o'zimiz markazlik holda shu tashkilotning atrofiga uyushtirib, ondan keyin sirgin hukumat bilan hamkorlashadigan va uning ichidagi krizlarni hal qiladigan shu programmalarni xudoyim bo'lsa Parijga chaqirilgan yig'inda o'rtaq qarab chiqamiz degan bu muzokaraga keldik. Endi darvaqa olgan siz degandek bir gapning o'zi
her xil mazmunda anlandı. Bəziləri qəsdən burmulab işlərini qaymıqdırış üçün, bəzi bir ziddiyatını ulğaytış üçün bundaq gap taqtıqanlarım buldu. Bəziləri sadda, yəni ki, həqiqi əhvaldan xəbərsiz halda bəzi bir öz hissiyatı ilə fikir qıldıqlarım buldu. Qandaq olmasın, bizimki bu qəsdən şu qurulduğan təşkilat xarta düşünüşməsi xeyli köp. Bugünkü bu söhbətin özüdə bir yəni yaxşı bir izahat verişə kirişimiz, endi bunu düşündürüşə kirişimiz. Yeni bir düşünməyi turvasa, narazılıq bildirib turvasa, onun qatlarında başqa bir amalımız yox. Əslində endi yana bir tərəfdən fikir qılayotqanlarım var. Müstəqillik deb bundaq o'tirg'i chiqsanglar, bu o'ta yaxshi bo'lmaydi. Yani müstəqillik, yani vatanni mustaqil qilamiz, biz vatanimizni mustaqil qilish uchun tashkil qilamiz, tashkil qilamiz deb bunda chiqsanglar, bu mustaqillikning o'zini o'zimizda o Xitoyga qarshi turib, yani mustaqillikka kuch yo'q. Aman boshqa davlatlarninki qo'llashiga, yordamiga ehtiyojimiz bor. Biz mustaqil qilamiz deb bunda bir mustaqillik nomi bilan, mustaqillik da'vosi bilan o'tirg'i chiqsanglar, buni qo'llaydigan kuchlarni yo'q bo'lishi mumkin. Shunga boshqa bir nom bilan kishilik huquq degandek bundaq bir hozirgi xalqimiz vatanning ichida duch kelayotgan mushu vaziyatni kun tartibga turib, mushundaqaroq bir tashkilot qursanglarmi, mushu tariqada bir faoliyat qilsanglarmi yaxshi bo'ladi deydigan bir hozir mustaqillik degan nom bilan bir tashkilotning qurilishiga qoyil bo'lmayotgan fikrlarni o'rtaga tushyapti. Bunun bir izohat berishga to'g'ri keldi. Endi chet elda shu 20 yilning yog'i vatan da'vosi harakatlari bilan jiroqlikdan aralashib kelayotgan chet eldagi har qaysi tashkilotlar bilan aralashib yaqindan faoliyat qilayotgan haqida bir qarindoshlarimiz chet eldagi tashkilotlarning, markaziy tashkilotlarning mavqesini, xarakterini va xalqaro bilan boshqa davlatlar bilan ilib berayotgan diplomatik munosabatlarni hammasini yaxshi tushunadi. Bo'libmi 2004-yili 13-aprel burungi Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy qurultiyi tarqalib, uning o'rniga hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashkillab chiqqandan boshlab qurultayning nizomnomasi va xitobnomalari udulluq elib borgan faoliyatlari, chet ellar bilan, har qaysi davlatlar bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarning hammasida hech qachon Sharqiy Turkistonning mustaqilligini talab qilamiz va Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun biz harakat qilamiz degan undaq bir fikrlar o'tirib qo'yilmadi. 14 yilning yog'i tashkillik holda yani Dünya Uyghur Qurultiyi ve Rabia Qadir Xonimning rahbarligida Sharqiy Turkiston da'vosidagi, mayli Uyg'ur da'vosidagi dunyoga haqiqatan tunildi. Dunyoga tunilish o'zi qanday tunildi degan joyda kishilik huquq da'vosidan tunildi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi desimi, yine Uyg'urlarninki dafsanda qilinayotgan kishilik huquqini qo'g'daydigan ve Xitoy dafsanda qilayotgan bu kishilik huquq ahvolini G'arb dunyosiga anlatadigan bir tashkilot ve shundoq bir da'vo deb qaraydi. 14 yilning yog'i bizniki chet eldagi birdan bir qonunliq oliy organ, da'voning oliy organi Sharqiy Turkiston da'vosining yoki Uyg'ur da'vosining birdan bir oliy organi, salohiyatli oliy organi deb nom elib kelayotgan ve chet elmi, G'arb dunyosimi shundoq qarab kelayotgan mushu tashkilot bilan qonunliq holda qilayotgan da'vo kishilik huquq da'vosi bo'ldi. Ammo 2004-yili shu vaqtdagi sobiq Sharqiy Turkiston Uyg'uriston Milliy qurultiyining nizomnomalarida, xitobnomalarida Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qiladigan va shundoq ilib borgan kurashni qo'llaydigan modda bilan ilib berilgan qurilgan tashkilotdi va faoliyatlarimiz shu mazmunda ilib beriladi. O çağdaki sevatkan Xitoyning kishilik huquq zulmlarini 2004 yıldan bu yankı
bulup 2014 yıldan bu yana muş 4 yıl içinde vatandan içinde sevatkan zulümlerini siliş olsa milyon hesse eşikkat Xitayning zulümü. Demakçı boğunun 14 yılının yağı kişilik hukuk davasını kılıvatınız biz. Hiç kaçan bizim bu ali kanunluk yani ali organımız salahiyetlik kanunluk dava merkezi dep atalgan bu teşkilatımız hiç kaçan müstakillik diyen bir davanı kıtbakmadı. Müstakillik diyen talabını BDT'de oturup koymadı, Avrupa Parlamenti'de oturup koymadı, Aksaray'da mı, Köksaray'da mı hiç kandak bir yerde, hiç kandak bir devletinin parlamentlerinde, hiç kandak bir garip elleri kubul kıygan malum partiyalarınki rehberleri kubul kıygan söhbetilde biz zaten davanın nime, biz ne kıpralayımız yantıqda fakat birden bir dava udulluk şu Xitay çelevatkan zulümün tekrarlanıp geldi. 2004 yıldaki zulüm nimetti? 2008 yıldaki zulüm nimetti? 2010 yıldaki zulüm kandaktı? 2014 yıldaki zulüm kandak? Hazır zulüm kandak bulvatıdı. Şu her devrede Xitay kandak zulümünü sahası berip belki şikayet kıldıgan dadı kahta şu zulümünü girip esmitip durup Xitay mundaq zulümünü söylevatıdı. Xitay bilen diplomatiyalik münasebet ornatman çağında yaki siyasi iqtisadi toqtam tüzdüğün bunda bir nime anladı. Yani Xitay bilen bulduğun söhbet münasebetinde muşu Uygurların ki muşu hukukun depsende kımısa Xitay'ın muşunu dep koysanlar dep yol verişler şu tariqada bulup geldi. Ama Xitay 2004 yıldan başlap 2018 yılgacha hiç kandak bir yangilik yapamadı. Yani özü söylevatkan o zulümni bir kılçılık götürüp atmadı. Kılçılık özgertmedi. Belki milyon hessi eğirlaştırıp attı. Öyle bakaylı, seliştirip bakaylı. 2004 yılı şu Dünya Uygur Kurultayı'nı teşkiller, şunun nizam namilleri de, kitap namilleri de, dünyada ilan kılınan bayanatlardan başlap, ta bugünkü tergicilik, hiç kaçan adam diyendek müstakillik diyen bir kelimini bakmagan, her ketim çelvatkan zulümün üstünün şikayet egen. Ama hiç nefsi onsalmadı. 2004 yıldaki Xitay'ın çelvatkan zulümü neyme ise, İskirden köçmen Xitay'ını emgek küçüğü edip bizden vatanga yötkevatkan, bizden vatandan eşinci emgek küçüğü edip İskir'e yötkevatkan vakitti. Şunu da vakigan ki, bizimki yaşlarımızın İskir'e epketmesin, vatanın özü de aşağıda iş kurullaştırsın, İskir'den köçmen Xitay'ını yötkep ekemesin. Muşunu dava kılımız deyip, şunu dava kılan 2009 yılçılık muşu davanı kıygandı, 5 yıl. 2009 yıldan başlap, o davanıki metodi bütünley özgürlük etdi. Nişanı, şekli, mahiyeten özgürü, sakalının, çaşının, doktunun, romanın davası düştü. Ramazan'ın davası düştü. Teravih'in davası düştü. Dini faaliyetini erken koyup birişinin davası düştü. 2010 yılında başlap koştulluk mağarıfının davası düştü. Onu payda kıtladı Xitay. Uygurlarınki Uygur tilini mağarıfın telpik to'qlab çıkırıp, hatta yaşlıydan başlap Xitay tilini umumlaştırışqa başlagandan keyin tilinin davasını kıldık. Hiç kaçan müstakillikni davasını kılmadık. Hiç kandak bir dadıxada Xitay vatanimizden çıkıp ketsin, biz vatanimizden müstakil bir devlet kurup, özümüz öz aldığımızga erkin, azade, hatirden yaşaydigan bir devlet kurup çıkaylı. Xitayga bu şu gapni damlar, sizler bizga yordam qilinglar, biz müstakil bo'layli degan gapni hech qanday bir yerda tinmadi, hech kim demadi. Ammo Xitoy o zulmni boshqa bir tarafga yo'tkab, 2012 yildan boshlab chegaralarni echib etib, Suriyaga vaqtlik adamlarni mangdirib, bu yerda Uyg'urlarni terrorist degan xalqaro bir jinoyatga sherik qildi. Uyg'ur deganning mushundaq bir vahshiy millat mana. 10 ming kilometr yo'lni minib, uylar kirishga qolmay dengizda ekojurib, tog'ni atlab yurib kelib, Suriyada yashayotgan, o'z davosini qilayotgan xalqning ishiga aralashib, u yerning o'zida
terror hareketini qilib, odam o'ldirishdan shug'ullanyotdi degan bir deloni yasab chiqish uchun Xitoy minglagan, 10 minglagan begunoh Uyg'ur xalqini sürgün qildi, Karbaloga sürgün qildi. O deloni Xitoy qurg'izib, fakt bilan, isbot bilan dunyoga ko'rsatdi. Ko'rsatgandan keyin nurg'unlagan axborotlarda, g'arbning axborotlarida Sharqiy Turkiston terrorchilari, Uyg'ur terroristlari, radikal islom yoki nima deymiz, Suriyadagi xilofat davlatiniki shuningki qo'shinlari ashaga qo'shin keldi. Uyg'urlar o'zining vatanining mustaqilligi, millatining erkinligi, millatining kishilik huquqi uchun kurash qilgan millat emas. Bularning o'zi aksincha shunday radikal bir terror hareketini qilgan millat deydigan bunday bir axborotlar chiqmadi emas, bundan chiqdi. Xitoy buni bir qo'r e'tirof qildirib, butun dunyo ahliga, musulmon dunyolarga va g'arb ellariga Uyg'urlarningki bunday bir vahshiy bir millat ekanligini quloq qoral chiqsa, shunday din uchun yoki diniy muammo uchun odam o'ldirgan bir millat deydigan bir xil kimlikni shakllantirgandan keyin bu Uyg'ur radikal bu haqning o'zini biz o'ngshab rasmiy insondek yashaydigan qilib, tinchlikni to'naydigan qilib, tinchlikda barobar ittifoq yashaydigan bir millatga aylantiramiz, bir samimiy, sodiq bir xalqqa aylantiramiz. O'zining vataniga, o'zining tuprog'iga, o'zining xalqiga va o'z yashayotgan bu davlatga osiylik qilmaydigan sodiq bir insonlarga, ongliq bir insonga aylantiramiz degan markani chaplab turib, hozir milyonlagan qarindoshlarimizni so'layapti. Bu yerda o'ltiryapti, qijnayapti, uyini ochib tashlab beryapti, qijnayapti. Butun dunyo mushuni sukut qildi. 4 yilning yog'i dunyo sukut qildi. Shu vaqtda hech kim meni mustaqillik deb o'tirib chiqmadi. Bizning da'vo qilayotgan bu oliy organimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyi va milliy rahbarimiz, kishilik huquq rahbari, millatning lideri bo'lgan Rabiya Qodir xonim Bağallı sorunda Aqsaroyda qayerli olsun BDK'nin yig'in zallarida, kishilik huquq komitetininki xalqaro yig'inlarda degan gap nima? Xitoy mushu zulmni to'xtatsin dedi. Mustaqil qilib vatanimizdan chiqib ketsin, bizning vatanimizni mustaqil qilib beradi deb da'vo qildi. Ammo Xitoyning mavqesi nima bo'ldi? Hozirgichilik qilchi o'zgarmadi. Hozir bizning hisobimizda 3 milliondan kam emas Uyg'ur so'laqda. Ama G'arb dunyosininki statistikasi va Xitoy e'lon qilgan ma'lumotlarga asosan 1 million 200 mingchilik rasmiyatlik statistika bu. Rasmiyatlik, g'ayri-rasmiy emas. Rasmiyatlik statistikada 1 million 200 mingchilik Uyg'urning o'zi so'laqda. Ya'ni Xitoy e'lon qilgan bizning nüfus sonimizga nisbatan aytgan chog'da 11%, bir millatning 11% nüfusi so'laqning ichida deb dünya hazır ilan qildi. Bir millatdan 11% adam so'loq ketayotgan mushu vaziyatda dunyo aşınıga qanday ifoda bildiryapti? Axborotlarda ba'zan bir tashkilot materiallarda bunda qilsanglar u yerda Uyg'urlar texnik radikallashib, ig'ir darajada bir voqea chiqdi. Bunda qilmanglar, paylanlarda yelinglar deb Xitoyga asılib savatchilik qilib, bunchaga gap bo'ladi. Besim qilgan bir kim yo'q. Uyg'urlarni sen 1 milyon Uyg'urni, ya'ni Uyg'ur nüfusunun 11%'ni sen nahaq so'yapsan, alani qo'yib qo'ygan bo'lmasa, sening ustingdan biz jazo yurish qilmaymiz deb dunyoda undaq bir qaror elinmadi. Qarindoshlarim. Endi shundaq bir vaziyat bo'lgan ekan, hozir mush 2014-yildan boshlab hisoblasa 4 yil ichida 10 milliondan jiq Uyg'urni so'lab qoldi. Türme ve lagerlığı solab, en kısa solanğanlar 3 ayda, uzun solanğanlar 4 yıllık, hazırlık yetiyatılır. Bazılarının izdirgi yok, bazılarının lagerlığı solab, 1 yıl 2 yıl kışınığanlığı için, ola anlayken açıqda, yoki bir 2 yıl zərbeden yakıp koyğanlığı için 10 yıllık, 15 yıllık kesip, o lagerden udul ceza türmelerine ekit alınır. 10 milyon, yani 10 milyondan Uyg'urning o'zi, 10 milyondan Uyg'urning o'zi mushu jazoni beşini götürüp geldi. Hozir biz 35 milyon Uyg'ur deyli, 35 milyon Uyg'urningki
10 milyondan az emas Uyghur Muşu solaqni, nahaq solaqning o'zini peşini köşülük vardı. Dünya arlaştırma, dünya aşınınğa kuş çıkardıma. Yani biz müstakillik teşkilatı da bir teşkilat kurup, müstakillik karakteri boyunca müstakillik talep kıldıgan, müstakillik üçün hareket kıldıgan ve bizim müstakilligimizni kollaydigan, güçlerini izleydigan bir teşkilatını kurup çıkaylı dep, bununla temsilgili hazır 7-8 ay, 10 ay bo'lib qoldi. Mushu orliqning o'zida bizga qarshi, yani bizningki tutmayotgan yo'limizga qarshi biz qurmoqchi bo'lgan bu tashkilotga norozi kayfiyatlar hali undan shakllandi. Daslibida bular dunyo Uyg'ur qurultayiga qarshi degan bundaq ig'vo tarqatildi. Mayli buni ig'vo deyli yoki bo'lmaydi, shu dunyo Uyg'ur qurultayidek bir oliy tashkilotning o'zini bular ojizlab qoldi deb ansirab, bizningki nima qilmoqchi bo'lganligimizni, qanday tashkilot qurmoqchi bo'lganligimizga hozir ishinib ketolmay, to'liq xabar topgan bo'lsa-mu, yo'q, bular zodi bizningki biz qo'llaydigan xalq rahbarining o'ziga qarshi edi. Bular uni qo'llamaydi. Shunlashqa u rahbar o'qigandan keyin bular oshini ojizlashtirish uchun, oshini yo'lini to'sish uchun ayrim bir tashkilot qurmoqchi deb bundaqlar baho beryapti. U mahliq. Ularning haqli. Nimishqa degan chaqda ular shunchalik tushungan va shuniga ishongan. Unda bo'lgan ekan, ular o'z mavqeasida shunday fikr qilib, shunday norozilik bildirishga haqli. Uni hargizmi yo'q sanganing undaqchi, bundaqchi deb ularning ustidan yilqi. Qara bir narsa tushunishning zarurati yo'q. Ular haqli. Ammo abiyam deganda 14 yilning yog'i kishilik huquqda, kishilik huquqdan o'tgan kündülük tarmaq okular. Kişilik hukuk degan chaqda onda minglagan, 10 minglagan tarmaqlar kirdi onun ichiga. Şunun tarmaqlarning ichidagi bir dona hukuk, saqal haqqi erlarning, ayollarning yog'liq haqqi, namoz o'qish haqqi, musulmonlarning aqida haqqi degandek, mushundaq tarmaq hukuklarni talab qilib da'vat qilayotgan 14 yilning hech qanday bir natijaga erishilmay, onun aksice bir qancha adamninki oylik maoshdan boshqa hech qanday natija ko'rilmayotgan chog'ning o'zida Xitoy ular chelayotgan zulmni million hassa ig'irlashtirayotgan bir millatning mavjudligini tubdan yo'qotamiz deb bundaq bir harakat qilayotgan chog'ning o'zida yana teximiz yumshab, butun dunyo bo'yicha teximiz yumshab biz yo'q zodi mustaqillik demay turib, biz mustaqillik degan narsani zodi demay turib, mushu zodi kishilik huquq, kishilik huquqmi emas, lagerning o'zini bir taqab bersin, lagerga solayotgan millionlagan qarindoshlarimizni bir erkin hayot qo'yib bersin deb, oshini bir da'vo qilib qilsak bo'lmamdi degan ma'tunish qilgan qarindoshlarga izoh berishga majbur bo'lyapmiz hozir. Xitoy nima uchun millionlab odamlarni ularga solib oldi? Xitoy nima uchun solib oldi? Allan nima uchun solab qishnayotganlik to'g'riliq o'ylanib boqaylik. Hammamiz bilamiz. Xitoyning nima uchun solayotganligini eng tuvan baho bergan chog'imizda, eng tuvan qiyos qilgan chog'imizda, oddiy qiyos qilgan chog'imizda Xitoy u yerda o'ziga qarshi turadigan kuchlarning o'zini yo'qotish uchun, taslim qilish uchun, bo'ysundirish uchun shunday qilyotdi deb faraz qilaylik. Agar texnik xavfli, texnik xatarlik, andishlik faraz qilgan chog'imizda Uyg'urlarni tubdan yo'q qilish uchun qilyotdi deyapmiz. Onu men de atmayayım. Muşu lagerini takıp beş oldu. Müstakillik demey durup muşu lagerini takıp bakanın davasını kısak oldu devatkan ziyalilerimiz, şunda devatkan siyasetçilerimiz, şunda devatkan ahkımın halkımız, şunda hepsi revatdı. Xitay bizni zaten tüpten yıldızını kurup ötüşü için bu siyasetini, bu cezanı yürgüzatdı dep aşula hepsi revatdı. Yeni şunda durup müstakillik demey durup muşu lagerini takıp bakan işi kısak oldu devatdı. Bu qandaq mantiqi. Müstakillik demey turib 14 yilning yağı qilayotgan da'voning natijasi, da'voninki Xitoyga ko'rsatgan ta'siri, Uyg'urlarga keltirgan natijasi 10 millionlab odamlarimizni lagerga solayotganlik bilan xulosalansa, shunday natijalansa, yana müstakillik demey turib biz kishilik huquqni tavan
aş begona solap duyulattan lagerini taksuun diyen davаны tutsak bulmamdı o diyen bundaq aqılның özüge hayran kalmay amal yok. Bundaq mentiqege, bundaq tefekkürge hayran kalmay, belki guman kalmay amalımız. Eğer biz 92 yılı kurulgan Şarkı Türkistan Halkara Milli Kurultayı'nın royu boyunca 92 yılı 13 gündaydan başlap 2018 yılı şu 9. 27. günü bizim şu teşkilatı kurmaya atkanlığı kadar şu ruh bilen mangan bolsa davanınki karakteri, dava talaplarınki karakteri Şarkı Türkistan'ın müstakillik için hareket kılamaz ve müstakillik için elip verilgan kanuni hareketlerini kollayımız ve kanunluk dep qaraymiz degan şu ruh büyünce meni vatandagi xalqimiz mushundan milyonlab lagerga solinib ketayotgan bo'lsa andan keyin ey qarindoshlar sizlar mundaq joyillik qilmanglar mundaq mutassib qilmanglar xalqimizga ichinglar ag'ringlar ayada qarindoshlarimizni ichinglar ag'ringlar meningki ota onamning mening ayolimning mening bolalarimning mening qarindoshlarimninki ayada nahaq jazoni ketayotgan holida ichinglar ag'ringlarki sizlar mustaqillik deb turolmay man lagerini taktırgan hukukun talep kılınlar. Kişilik hukukun en töven derecesi. Lagerinin özü kişilik hukuk degen o maddeyi yapmaydı. Kişilik hukuk degenin özü keng azade bir devlette muhitte yaşayotgan xalqning gündelik hukukları. Namaz okuş hakkı, Hristiyanların çirkoga beriş hakkı, Budistlarning Budxonga beriş hakkı aqida jihatda. Özünün dini murasimlerini, dini faaliyetlerini erkin ötküzüş hakkı, bu kişilik hukuk. Annekin özü xalğan kiyim keçekini giyiş hakkı, özü xalğança meniştiruş kılış, özü xalğan adamlarla aralışış hakkı, bu kişilik hukukunun bir türleri mavu. Ama lagerga solup etiş, türümüge solup etiş diyenin özü, bu kişilik hukuk türüge kirmeydiğen mesela bu, fakat ırkı kırgınçılık. En çizgiden aşkan bu zorluk yani yokutuş cinayeti diyen oldu. Bu kişilik hukukumuzunu halkı diyen emez, bizim yokutup etiş için yürüyecekten macazanı toktasyon diyen bana talep oldu. Muşu talepni kılınlar diyen bolsa, muşu 26 yılının yağı Şarkı Türkistan'ın müstakilliği dep durğanlığınlar üçün, şundaq güreşini kılınlar üçün, bunlar kuralını elip Xitayning atqınlığı üçün, chet eldeki Xitayning şirketlerini görüye gelip terörçülük qilganligi üçün, Xitayning elçixanalarını, Xitayning diplomatlarını öldürganligi üçün PKK hareketlerine o'xshaydi. Şuna Xitay maşında milyonlab qarindoshlarimizni lagerga solab ketdi. Sizlarning qatnashinglar xata, sizlar maishdan tayinlandı yeninglar. Mustaqillik degan narsani yeninglar. Siz hozirdan boshlab lagerni taqdimiz demisanglar, mushu mavqega kelmasanglar, kişilik hukuk talep qilish mevqasi kelmasanglar, sizni millatni xoin deymiz degan bo'lsa-mu, yaxshi. Ularning topgan talebi. Ammo abaytim men tekrar deb ketganga o'xshash Jumuştaylı, bu işini jumuştup, müstakillik dep turolmay, biz davani azaq jumuştup, g'arbning ishini etib, o g'arbning ochgan ishidan oldi bilan kirib, millatimiz tortayotgan zulmni g'arb unutib, millatimizning tarixini, madaniyatligini intayin bir madaniyatli millat ekanligimizni, radikal bir xalq emas ekanligimizni, 12 muqam deb muzikani dunyo bo'yicha yangratgan shunday naqshi musiqa bek usta usulga bek usta bir millat ekanligimizni, beshimizga mustaqil o't qo'yishimi vayjon demaydigan shunday bir jugash millat ekanligimizni g'arb dunyosiga to'nitib, Aqsaroydan kirib, Ko'ksaroydan chiqib, o'zimizga yaxshi bir salohiyatni hozirlab olgandan keyin andan keyin mustaqillik desakmi, kechikmaydi degandan keyin bizim ma'qulda topgan pullarimizdan bedel to'lab, fikrlarimizdan bedel to'lab, vicdanımızda beden to'lab turib, biz qo'lladik. 14 yılgacha qoldi. Neticesi ne bo'ldi? Neticesi 10 milyonlagan Uyg'urning behuda jazolanayotganligi, nohaq qirg'in qilinayotganligi chiqadi. Xitoyga qilchilik ta'siri bo'lmadi. Millatimizga bir tomchi suv ichganchilik, jangalda usulda qilib, tahlimakan cho'lligida usul qilib o'lgiliyotgan bir odamning og'ziga bir tomchi suv temib qo'yganchilik foydasi bo'lmadi vatanning ichiga. Keyin bo'ldi?
Muşu müstakillik davasını jumuştup ekilip dünya ehliga ve g'arb dunyosiga Uyg'urlar müstakillik talab qilmaydigan, Xitoydan adolat talab qiladigan, Xitoydan kishilik huquq talab qiladigan, aşağıda Xitoyning o'zi bir inson qatorida, Xitoylarning qatorida yoshchaligida bir fursatni bersa, Xitoy bilan tinchlik birlashadigan millat deydigan bunda salohiyatni turg'izib berdi. Nimaning bedeliga? Bir qancha odamning oylik maosh bedeliga. Qarindoshlar, aslida men bunday gapni demoqchi emasdim, ammo biz qurayotgan eng pokiz, sog'lom bir tashkilot Xitoyga "Hey Xitoy, nima qilyapsan?" deb to'rt eg'iz gap qildigan. Bunda xalqaroliq bir salohiyat bilan chiqib turib, "Hey Xitoy, qo'lingni tut. Hey dunyo, sende vicdan bormi? Sende insonlik bormi? Hey g'arb dunyosi. Demokratiyani, kishilik huquqini, inson haqlarini, bütün huquqni tashabbus qilayotgan hey g'arb dunyosi, senda insoniy tuyg'u bormi? Jannatni, do'zaxni da'vo qilayotgan Allohning eng sodiq, pok, jannati bandasi bizdek da'vo qilayotgan hey musulmon dunyosi, senda iymon bormi? Senin qalbingda Allohninki, Alloh ishonadigan bir mushu tavhid kelimasi bormi senda? Agar senda shu bo'lsa, milyonlab qirilayotgan ahlining holiga quloq solib qo'y. Deydigan bunda qonunliq, rasmiyatlik, salohiyatlik, da'voga salohiyat bilan ega chiqa oladigan bunda bir davlat halqigan, qit'a halqigan bir mustaqillik salohiyatli bir tashkilotni qurib chiqaylik deb biz mushuni az amansız sözlülük muşu, WhatsApp'da sözlep baktık, zillişip baktık, Facebook'da sözlep baktık, düşündürüp baktık. Zade yeni düşünmeye vatman çıkın özü de adam ayakta gapni deyişte olacak kalıyor. Aslında ben herkes onda deydiğim bir nimede emestim. Tek akşam bizimki mütefekkürümüz Erkin Sıdık Efendim'inki Fidailer biz to'g'rida o'tkazgan suhbatidan keyin ma'lum qismini anglab ko'nglim yerim bo'ldi. Erkin Sidiq efendimning o'zimi mushuni askar. Erkin Sidiq efendim aslida faqatli fikr qilib o'tayotgan bir shaxs emas. Bundan 20 yillar avval chet eldagi ba'zi siyosiy tashkilotlarga xeli ko'ngil bildigan, tashkilotlarning ichidagi siyosiy ahvolini, xarakterini bildigan bir zot. Xitoyning xalqimizga qanday zulm qilayotganligi, xalqimizning Xitoyga qarshi nima ishlarni qilganligini tartib yaxshi xabardor bir zot. O shundoq bir esil bir zotning o'zini naytishparvar, dunyo siyosatini tushungan, Xitoy siyosatini tushungan, Uyg'urning ahvolini, shuncha bitar ahvolini tushungan bir zotning o'zini Xitoy numus qilmay turib 5-iyul qirg'inchiligini mushu qutib paydo qilgan bu terroristlar Aşı uzatmanın özgün qalpaq deyilgan bir yerdə. Çox kişinin özümü söhbətinin ki, məlum qismida, yəni öz mövqəsi emas, başqa bir kimlər xət edib ifadələrini xüsusi müstəqillik təqmində qurulmay, munda qazıqdı Uyğurlarınki əgər bir halini muşun qutulduğanı işçisi olmadı Uyğurlar. Tək muşlaq dedi, mümkün doğru düşən, doğru görüb qaldığında bazı qarindaşlarımız telefon qilib, bir iki xanımın özü telefon qilib, özününki narazılığını bildirdi, azraq düşen hasil qildi. Erkin Efendim'in özü fikri emasdi, shundoq bo'lsin. Erkin Efendim'ninki ağzının chiqqanligi uchun mening ko'nglim shunchalik yerim bo'ldi. Agar Erkin Sidiq Efendim adatki bir ziyoli bo'lgan bo'lsa, adatki bir doktor bo'lgan bo'lsa, faqat o'zining kasb bilan shug'ullanib kelayotgan, vatanning ichliklaridan hech qanday xabari yo'q, faqat yaxshi yashab, yaxshi o'tib, o'z yashayotgan davlatda esil axloqli bir Uyg'ur, ya'ni kasbda g'alaba qozongan, natija qozongan bir Uyg'ur gelinin acayip isliqqa kelgan bir ta'sirini qoldirib, vatanga berib, tinchlik xotirjam yashab kelayotgan bir ziyolining, bir doktorning o'zi bo'lgan bo'lsa, o chaqda men qat'iy ko'nglimga hargiz kelmaydi. Ama Erkin Sidiq Efendim bu millatning fojialik taqdirini acayip bildigan shaxs. Mushu 2014-2015 muşlularda vatanda erkin yılqı torulda fikir yaza alaygan çağının o'zida Erkin Sidiq Efendim acayip almasdan öptür, almasdan qimmatli fikirlarni o'tirib qo'ydi. O kishininki onda qilgan emgikini biz her qandaq bir
şeref verecekmi? Kimlik kıldı önümüzdeki katta. Takdirlesek. Kanda diyen çağda özü dini malumatı yok. Ama Yasir Kazi degan bir danlıq bir dini mutafakkirning ki YouTube'da so'zlagan so'zini anglab bir baştan Engilch so'zlagan bu nutqni anglab Uyg'urcha tarjima qilib yezib o'zining fikrini kirgizib Qur'ondan hadisdan shu Yasir Kazi xos oyatni o'qigan bo'lsa shu oyatni izlab Uyg'urcha tarjimasini Engilch tarjimasini foydalanib turib ajoyib qimmatli fikrini yozdiki nima uchun yozdi? O şu vatanning jiroq chat yerisin dini aqidam deb turib Suriyaga ketayotgan Kerbalaga ketib Arabning qushxonasida harom yurayotgan mafiyadaşlarning içine yurgi chidamay efendimninki aşağı 24 saat aram olmay turib bu zotning o'zi boshida xizmat qildi. Ma millatning va yoshlarning fikrini o'ngishsam bo'ldi deb muncha ko'ngil bo'ldi. Biz ajoyib opirini aytdik efendimga. Qaysi vaqtda qaysi imkoniyat bilan qanday fursat bilan bo'shab qilyotgandi deb hayron qoldik. Nima bilmaylik. Ovozni anglab turib, xotirlab yetishgandan keyin bu favqulodda eg'ir zo'r ish bu odat ish emas bu. Ammo erkinlik efendim o shu xizmatni millatim deb turib o'sha ishni qilgandi. Men millatimninki millatimninki Qurban bo'lib ketmişim ya bir kelib qoldim. Millat mana shu behuda qirilib ketmişim deb ashunda xizmat qildi. Millatni qo'g'dab qilish uchun bunda xizmat qilgan bir kishi. Bunda bedel to'lagan bir zot. Ammo oqshomgi fikrda hech qanday bu millatning amaliy ahvolidan xabar topmagan bir joyga o'xshash chiqib qoldi endi meniki nazarda ashta ifodam. Agar erkin efendim hozirgichilik bu millatninki fojialik taqdiriga hech aralashmagan bo'lsa Arayam degandek qadadlan pushlik qiliblan o'zining urug' tuqqanlarini Xitoy lagerda solab qiynab ketganligi uchun chidamay zodi bu Xitoy nima bunday qildi deb o'tirib chiqqan jali bo'lgan bo'lsa, o joyda bu kishi ba'zi ishlarni bilmagandan keyin boshqa qoldi. Undami qo'rqib ketib bo'ldi. Ammo erkinchilik efendimniki bu millat uchun tatgan jafosini hattoki har qanday da'vogar unda qilmadi. Vatanning ichi bo'lsin, vatanning sirti bo'lsin, fikr bilan uncha darajada As qo'shimida millatninki fikrini aytish uchun unda bir xizmat, unda bir bedel to'lab kafolatlanadi. Ammo shunday bir zotning o'zi ashar bir qancha jumla degandan keyin fikr yozib baxtim, yozib keyin o'chiryaptim. Nimishqa deganda bu erkinchilik efendining o'ziniki fikr dunyosida ham jiqilqi nachar axloq bilan e'tiroz qiladigan qarindoshlarimiz bor, qo'pollik bilan. Undaqlıq bir bənav qalmışsan deb onu mən uçurub yazğan ifasını azaq yazıb verib qarab baxsam. Qopalı yazmağatdım, şunda bolsunmu yaxşı təsir olmay qalmışsan deb uçurubdım. Amma bu yerdə mən bunu ham misalga elib qaldım. Meni erkinchilik efendim qulluqda yetib qalsa yoki boshqa o'zida menda tanqid qildi deb qalsa, ko'nglim kelib qalmışam. Amma bu millatning masalasi. Bu millatninki hozir hayot mamatlik gibi kelgan chig'ining o'zida endi yeni qilib texim жұмышта hozir bizning Xitoy nima talab qilganligini bilmaymiz. Bu shu bütün chet eldagi tashkilotlar, mayli markaziy tashkilotlar bo'lsin, mayli g'arbdan sharqqa, mag'ribdan mashriqqa bu shu cho'ng nopuzliq ziyolilar bo'lsin, mayli siyosiy arboblar, da'vogarlar bo'lsin, Xitoyninki zotin nima bir maqsadi borligini bilgan bir kishi yo'q. Xitoydagi deb baxmaydi. Agar sen bu lagerini taqib işin olsa, biz senlerden, sen milli bölgüncelerden bunu talep kılamayız. Sen bu işini ada qilib bersen, andikin bir lagerini taqaymayız deydigan şartı var mı yok mu? Onu Xitoyda oturup koymadı. Ama bizim için müstakillikten teximi, kurulmagan müstakillik bir teşkilatımızı kurmay turuşumuz gerek. Nima uchun onun karakterini o'zgartirish to'g'ri keladi. Bunu erkinchilik efendimi qatorda atmayman, bu kishining fikriga. Ammo ilki mana necha vaqtdan yog'i norozilik bildirayotgan keyfiyatlarını hemen yığıp ekilip ayrım cevap verge ayırımcık oldu. Günler sözleşip ketdi pulda, xat yazışıp ketdi. Maqsadlarını düşündürüp. Ama meydan bir amvi uçuk şuurunda ifadalab bunu oturup koyduk magapını koşup. Endi müşahede gitmemizin bir üçküye torkavatı bu bayram şu Parij'de kurulmakçı olan teşkilat doğrusunda söz açtık. Bununla karşı fikirler Bunu nəhayət yaxşı təsvirləb bədiniz, yəni nemişlər bo'lganligi bu e'lon qilingandan keyin. Hamda xalqimiz orasida haqiqatan har xil fikrdagilar mavjud. Masalan,
Mush yaqin oyog'i mushu anaqa petition, ya'ni Aqsaroyga yozilgan iltimosda ikki xil iltimos o'ttirg'a qo'yilgandan keyin xalqimiz orasida nihoyat qizg'in talash-tartib bo'lib ketdi. Birisida Xitoy bizga qo'ygan ism yozilgan, yana birisida Sharq Turkistonda davlatimizning asl ismi yozilgan. Bu vaqtda nihoyat jiq talash-tartib bo'lib ketdi. Ammo bir haqiqat shuki, xalqimiz deydi, hozir 80%dan ortiq Uyg'ur yoki Sharq Turkistonlik bizga zaten mustaqillikdan boshqa yo'l yo'qligini biladi, uning ko'zi yetdi. Mushta holatdami yana Jackninki shu Xitoy qo'yib bergan nejis ism yozilgan petitionga imzo qo'yganlarning soni ma'vo vatanimizning asli ismi bo'lgan Sharq Turkiston qo'yilgan petitionga imzo qo'yganlarnikidan birasidan ortiq bo'lyotdi. Bu nima rezillik, ya'ni xalqimiz orasida shunday bir haqiqat mavjudda qiladi, ya'ni biz shu qadar so'zlab tashviq qilyapmiz, tushuntiryapmiz, ammo yanala xalqimizning orasida mushu avtonomiyani yoqlaydigan, ya'ni biz aniq Xitoy ismini qabul qilganlik, uning imzo atganlik o'g'lam akimni tushuntirib o'tdi. Bu bir cho'ng xatolikqa yo'l ochadi. Ya'ni bu bizniki Xitoydagi bir osonlik millat ekanligimizni e'tirof qilish bilan birga, yana shu avtonomiyada, atalmish avtonomiyada mangu yashashga rozi ekanligimizni isbotlab berdi shu imzo qo'yishning o'zi. Degandek bir ahvollar, hamma tushundirish bo'lgan ahvoldimi? Yana A tarafga, yana shu Xitoycha ismba petitionga qo'ygan, imzo qo'yganlarning sonining ko'p bo'lishi, ham bir qism o'zini ziyoli yetakchi atib olganlarniki ashuningga imzo etishga xalqimizni safarbar qilib, hatto ma'volik vatanning ismini to'g'ri atab turib petition atganlarni satlar bilan haqoratlab, onani dadangni deb turib shundoq sat gap bilan haqoratlashlariga qarab ba'zi ma'vo haq yo'lda mengayotgan, bizga mustaqillikdan boshqasi zodi xato ekan degan hukmga kelgan qarindoshlarimizning ko'ngli nihoyat yerim bo'lyapti. Ya'ni bu reallik nimani tushuntiradi? Xalqimiz o'yg'andi deymiz, amaliyotda o'yg'onmagan o'xshaydi. Nimishqa hozirgacha mushu avtonomiyani yoqlaydiganlarning soni yana ko'p sonda bo'lib qoldi degan bir hukm bo'lib qoldi bu qarindoshlarimizda. Bularmi menga ko'p telefon qilgan bo'ldi, xat yozgan bo'ldi. Mushuningda bir sizning tushunchingiz qandoq deb menda so'rdim. Men o'zim bilganimcha tushuncha bergan bo'ldim. Endi mushu ahvolni qandoq tushuntirish mumkin sizcha? Bu imzo to'g'riliq, mushu imzo masalasi bilan bu yil o'tgan yilning oxirlaridan bir imzo faoliyatlari o'tirib chiqqan chog'da yomon bir majralashib qoldik. Shundoq yaxshi hurmatlashadigan kishilar bilan muqobilashib qoldim. İmzo to'g'risida. O chog'dagi imzoninki mazmuniga yozilgan xatlarniki ba'zan har xil imzo shakli chiqdi shu vaqtdami. Ba'zi imzo shakllarining o'zida men Jungo Kurasiya yoki Uyg'ur falan Abdurayimninki falan shahardan bo'laman mandaq deb rasmiy chat elda turib turibmi, chat eldagi bir garajdan bu ketgan Uyg'ur turibmi, ya'ni o'ziniki shu Xitoy fuqarosi ekanligini e'tirof qilib turib, talab qilgan bir imzo shaklini o'tirib chiqdi. Uning orasida Xitoyniki boshlig'i yolvorib Xitoy shu milliy bo'lgunchilarga hatto bu yerda bir bo'lgunchilik bir harakatninki oldi qo'zg'ab chiqishiga sabab qolgan bir ishlar bo'ladi. Shunga Abdurayimniki zulmlarni to'xtatgan boshlar yolvorgan bunday shakldagi imzoning xatlarini o'tirib chiqdi. Yomon rasochilik bo'ldi. Shu vaqtlarning o'zida ig'ir gumon bo'lib ketdi, ham gumon qilmagan holatdami imzoninki yozilgan xarakterlari, ya'ni imzoda o'tirib qo'yilgan talablarning o'zi haqiqatan bir bizniki mustaqillik davorimizga, ya'ni o vatanninki bizning Xitoyning hech qanday haqqi yo'q, o bizga oid bir vatan ekanligini inkor qilgan shaklda Xitoyning bir aylanmas bir qismi, Xitoyning bir tuprog'i Uyg'urlar Xitoyning ichidagi bir asonliq millat degan bir shaklni ifodalaydigan bunday bir mazmunlar borki, shunday mazmunlar uch mazmunlar haqida fikr qilmizlab yurib, yomon qapilishib qoldik, ig'ir sapishib ketdik, bunday ishlar bo'lgan.
Şunlaşkan bu qatimqi imza to'g'risida ortiq bir ifodani bildirmay hozir kelsak ishini qilmagandim. Darvaqa bu qatimqi imzoning nimisilimi shundaq aktiv harakatga chiqdi, faoliyatlar chiqib, jehinki o'tirgan imzo nimasida shu asosli vatnimizningki hozirgi ma'muriy ahvoli qarta, ya'ni Xitoyninki belgilagan mecburi istila qilgan, mustamlik qilgan rayon bo'lgandan keyin shu Xitoyning o'zining davlat nimasi bo'yicha deymiz, davlatning manfaati bo'yicha ataq shu belgilagan territoriya va xalqaradimi xaritadimi shundoq to'nilib kelayotgan bundoq nomning o'zi bilan rasmiyatlik tariqasida qo'llangan narsa jehning qo'llangani. Onun o'ziga hamda Uyg'urlarning imzo qo'ygani qanday bo'ldi degan chog'da Uyg'urlar imzo qo'ysa, xeyli yaxshi o'yinga 100 mingdan Uyg'urlar imzoni qo'yib ketmaydi, Uyg'urlar qancha aktiv bo'lib ketgan holatdami, unchalar o ishni qilib ketmaydi. Onda bir talab jehning o'zimi ona 100 mingga yetkazib, Aqsaroyga topshirsa, Aqsaroydan keyin Amerika prezidenti bu ishga qo'shilishni biladi degandek bir orzu bilan qotgan narsa. Onu özünü 100 ming yetkazib topshirsa, darhol berib, bag'ini taqtab degan bir natija yo'q onda. O shart natija binasi emas. O bir iltimos. 100 mingga to'shqandan keyin Amerikaniki cho'ng amaldori va kazalar qarab chiqdi degan bir gap. Endi shunchalik bir orzu bilan u odam Uyg'urlarga bir yordamni bo'lib qolsa degan mundaq bir orzu umidlan qilgan bo'lishi mumkin. Onda boshqa bir g'araz bo'lishi mumkin. O bir aqliy qarang'u narsa. Ama o'zi uçuk oturup o'zi Ahmet Fidoyinki söhbetida o'zi ifoda bildirib qilgan narsaniki mazmundimi faqat shu Uyg'urlarga bir istash qilayotganligi ham ya'ni bir Uyg'ur tarjimonlarniki ma'lum qilgan bayasini qilib bir fikrdan bog'lan haqda qanday bo'lmasin o bir chet ellikninki Uyg'urlarga istash qilayotgan bir faoliyati deb qaragan holatda biz imzo qo'ysak Uyg'urlar aslında ko'plab imzo qo'ygan chig'ining o'zida bu uch narsa bu imzo degandan onu bugünkü gündeki kompüter texnikasidan foydalanganda onu Xitoyning foydalandığı yaqinda bir taraf foydalanaydı onu da. Toplab aprep chet elliklarning qo'ygan imzosini oyoqqa qo'yib, butun Uyg'urlarning imzosini süzüp elib, meni Uyg'urlarning o'zi mushu biz belgilagan Altın rayonining o'zida tinchlik yashaydi bular. Mushuni e'tirof qilib, mushaning o'zida lagerning o'zini taqib bersak, Uyg'urlarning mushu lagerni qo'yib bersak, Uyg'urlarning ortiq chet eldagi Uyg'urlarning hech qanday nimasi yo'q, bizga qarshiligi yo'q. Ular chet eldagi oz sondagi milliy bilginchilarniki besim bilan bizga qarshi bir kayfiyatda bo'lib qolsin, ammo amaliyotda ular mana Altın rayonining territoriyasi ichida yashab, bizga bo'ysun yashayotgan qarindoshlar bilan o'rtaq bir mavqeda deydigan mundaq nuqtadan foydalanadi bundan. Endi buningga G'ulom Efendim yaxshi izoh beribdi. Men bu tafsil anglab chiqdim o kishining fikrini, bu to'g'riliqni. Buning o'zida chet ellik imzo qo'ysa, millionlab imzo qo'yilmaydi, o chet ellik. U yerda bizniki vatnimizniki nomi, bizning vatnimizning territoriyalik huquqi, unda bir narsa chet ellikning hech qanday ziyon manfaati yo'q, ham salohiyati yo'q ularga idochilik qiladigan. 100 milyonlab imzo qo'ysa-mu, o chet elliklarning ishi. Xitoy undan foydalanmaydi. Men 100 milyon chet ellik bu yana bizning hukumat e'tirof qildi deb unda davosini qilolmaydi. Dunyodagi 190 nacha davlatning o'zi hammasi u yana Xitoyning hukumat e'tirof qildi-ku, rasmiyatda e'tirof qildilar. 100 milyondan imzo bo'lib ketsa, o Xitoy uchun o hech qanday bir nima bo'lmaydi. Butun dunyo e'tirof qilsa, u yana Xitoyning hukumat ekanligini. Bizni e'tirof qilmagan chog'da Xitoy u yani hargiz qonunliq meni hukumat berilmaydi. Agar Xitoy shu tuproqning o'zini o'z hozir beditiga engaldırıp bütün dünyada Xitoy bilan qanday bir davlat, qanday bir tashkilot munosabat qilsa, bir jungu prinsip bilan munosabat qiladi. Bu bizningki aylanmas tuprog'imiz, azaldan bizning tuprog'imiz, Uyg'urlar Junxo oilasining bir qismi degan mushu mavqeda diplomatiya qildi Xitoy. Mushu mavqeda munosabat qildi. Dünya e'tirof qildi ularning Xitoyning tuprog'i ekanligini. Ammo Xitoyning uchun shundoq turib, shundoq bir salohiyatga ega bo'lib, Xitoy nima uchun bizga u qadar zulm soldi? Faqat Uyg'urlarni voz kechdi. Kanuni cihetdə 1949-cu il Seyfi'nin berib Şərqi Türkistan xalqına vakaleten bu yanın özü Xitayının ayrılmaz bir tupraq edib imza qoyub ötüz bəgəngi oxşar bugünkü gündə vətən içi və sırtdakı bütün dünyadakı bir Uyğur qalmay həmmisi imza qoyub birləşini tələb qılıblar. O bizim vətənimiz emas, Xitayının vətəni. Biz o yerdə
Xitoy davlatining ichida yashayotgan bir osonlik millat degan mushu mavqani bizga qonun jihatdan qabul qildirdi. Xitoy mundaq bir isbotga ehtiyoji bor Xitoyninki. Bo'lmasa nima qildi Xitoy uncha zo'rni chep turib, vatan ichki xalqqa, vatan sirtidagilarga balkim Xitoy har xil o'yin o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Ama gumonliq masalalar hech kimninki ichida qandaq narsaning quturib minayotganligiga baho beramaydi, ammo qilayotgan ba'zi kishilarninki ba'zi bir harakatlardan qarab gumon qilishga hamda haqli ba'zi chog'da gumonning o'zini oshirib kelishimiz mumkin. Ammo imzo sonini selishtirgan chog'da Jekning imzosiga ko'p, Salih o'tirgan imzoga oz bo'lib ketdi degan son selishtirmoqqa kelgan chog'imizda Jekninki imzo qilayotganlarning o'zi 10 ming kishi yetib ketgan bo'lsin, ularning hammasi Uyg'ur deganlik emas. Buning o'zida dunyodagi Xitoy bo'lishi mumkin. Minglagan Xitoylarning imzo qilayotgandi. Xitoy demokratiya deydigan bir narsalar. Yana aşanın o'zida bu Xinjiangga qarshi bu Xitoylarniki qo'lish qarshi. Demokratlarga qarshi qilmoqlarga. Boshqa Xitoylar imzo qo'ygan bo'lishi mumkin, imzo soni ko'paydi. Ammo u yerda Uyg'urning ism familiyasi bilan Uyg'urlik salohiyati bilan imzo qo'yishning o'zi bu xatarlik hakikaten. Chet elliklar millionlab qo'ysa, o biz uchun yestashligi chet elliklarniki. Agar shularni qo'ygan imzosi bilan u yerda bir Xitoyga qarshi bir besim kuchlansa, Aqsaroyda bir qaror chiqib qolsa, taqib vatanmışsın o. Xitoy sen lagerini taqmasan, sana qo'ygan bojni manchi persen o'stirmaydi. Xitoyning iqtisodiy jihatdan jang uchrasimi, o Xitoy jang qilib uchirsa, bizga foydali. Biz undan qo'shilamiz lager taqib etgan holatda. Ham shunchaki bir narsa bo'lib qolsa-mi, yaxshi, undan qo'shilamiz. Lekin unaqa Uyg'urlar imzo qo'yib, soni ko'paytib, unda xizmat qilib kelsa, bu xatarlik ahvol. Endi masalaninki imzo ozuq qoldi degan chog'imizda buningga Uyg'urlar qotgan bo'lishi mumkin, hammasi ko'pinchisi. Lekin Uyg'urlarniki bizning vatanimizniki haqiqiy o'z salohiyati bilan o'zimizning bu Avstraliyadagi qarindoshlar 10 ming kishilik imzo o'tirib qo'ydi, shunda tiz qo'shdi. Uniki Sharqiy Turkiston degan shu nom bilan, shunda bir yaxshi salohiyat bilan o'tirib chiqadi imzoni. Siz qo'shdi uyaninki 10 ming kishilik imzosi. Endi masalihlar keyin o'tirib chiqadi bu imzoni. Hem Salih'nin kuvvetkan işiğin tutup palçı yapmaya deydiği yamancık. Salih oturup çıkandılar, şu Aksaray'ın aldığını maçkaymen de çıkıp duruplar, nurgulluğun sırrını aşkarlı vattı. 2009'daki bir hainliğin sırrını aşkarlı vattı. Eğer Salih aşağıda oturup çıkmagan olsa, namaç kılmaya, ben zaten şu Magnitski kanununu makul tutup, şu hükümetimizge, milletimizge zulüm çıvatkan Xitaylarını ben ceza aldığım, şu kanunu ben makul tutucu olmağın deydiğim bir xil kızgınlık bilen aşağıya oturup çıkıp kalmagan olsa, məxfiyyətlik aşkarlanmaydı. Endi Salih'ninki düşmanları yaman bekçik. O da oğandaki devletki Salih'nin düşmanları, her bir düşmanlarının arkasında onluğun yüzlügen şarkılar buluşu mümkün. Yani aklıma kişiler buluşu mümkün. Salih'nin yapıcı karab baksa, Uygur içine tazı ravan sözler gidemayatkan, kişilerin kömüldün çıkıp aldap gidemayatkan, yalgan geplerini kılıp kişilerin kömüldün tutamayatkan, karşı tüptüz, kopal gepini kılıp atkan bala. Karab bakıp, amdekin, başınınki koygan imza koyuculik var, bunu bir kılamısın ya şu imzanı. Cehnin özü 100 bin kişilik imza tutulursa, aşınınki iş bilen lagerine taklit pasa cipmezdi. Mandak keyfatliler Salih'ninki imzasına palitiyi az kuraptan buluşu mümkün. Ama Salih mi yaxşı çıkıvadı. Meyli 10 mınğı toşmuşsun meyli. Belgilere vaktin içinde 10 mınğı toşmuşsun. Aşağının özüde Monçinin adam Şarkı Türkistan diyen nam bilen imza koyuyor. Bir imza faaliyetinin özüge özünün iradesini bildiğinlikte bu milletinin yine sağlam evlatlarının kimi bağlılığını ifadeleydi. Endi uygun meseleye gelsek, kardeşim uygunuş degende endi qanday uygunluk etdik? 2009 yılı 5. yoldaki qalliq 40. yılda bir uygunluk etdik. Nima? Xitoy zadi bu milletni uygulayapti mana. Xitoy zadi o'ziga ish qilyapti bu Xitoyda ajoyib yezilib ketdi. Xitoy bütün aloqa kuchini taqiyapti. Vatan bilan aloqa qilinmaydi hech kim. Ota-onasi öldü mü hayat mı bilmedi. Bir yılga yakın, bir yıldan artıq taqiyapti aloqani. Xitoyga bek ushib ketdi. 2010 yılının o'ttirlarda asta-asta ichivatdi.
Aşkanın için şunu alakı başlanıp gitti. Vay canım ballarım piştironlar. Vay canım kardeşim çat alıp piştiron dep uyarı karındaşlar bu yaktilerge tavsiye kızıldı piştirdi. Xitay amnekin çiğran yeni espredi. Vatanın kiriş çıkışı yeni kuyulup gitti. Vatandan çıkırganlarını çıkırpadı. Ata-anasını çıkırpadı. Urfaqallarını çıkırpadı. Yeleti 5. yıl qallı qırğınçılıqda jürgi qaynap teşib etkenlerinin ki hemmesinin hissiyatı lasıdı oldu. Vay Xitay yaxşı tutub vardı o da. Bazı qarindaşlarının ki hatta nemeleri boşap ketdi Xitayga bo'lgan qattiq qarşılığı. Nima qilganda yeni Xitay aşındaq bir asker ötüp qalsa, yeni aş urfaqallarımıza alaqımızı üzüp qılamı çiğran tekib qalsa, kirdigan chiqadigan ishimiz da yetamida huquq düşüp ketkenlerim oldu. Uygun şey aşınca bir narsa. Bu hissiyat uygun şey emas. Bu onun uygun şey emas. Hazır mı lagir meselesi bilen bu qarindaşlarınki urug' tuqqanlarini ata-anasini oildan 5dan 10dan hatto mush zodi oila bo'ylab agar taqatli uylarini pul qilib mo'yindan so'lib qolgandan keyin belki chidab bo'lolmaydi zodi urug' tuqqanda o vatan uygun şey emas bu. Millat uygun şey emas. Ailevi uygunuş, ata-anasının urug' tuqqanlarınki belki sevgisi uygunuş bu. Belki milli uygunuş emas bu. Nimish qadiyanda bir qatim isbotlanib ketdi. 5 iyul voqeasiki shu vaqtda milliy uyg'unish dedik. Bir yilni o'tmaylan bu lasıl yo'qolib ketdi bu o'ynashlar. Yo'qolib ketdi. Xitoy telefon aloqalashib, "Voy kini beringlar, va biz ishni qilmaymiz" degan berib ketdi ba'zanlar, bayroqda tuzilganlar berib ketdi. Hatto shunda bu ketdi. Ondan keyin urug'chiqalarini chiqartib berdi. Chiqartib bergandan keyin qo'shib ketdi, Xudoyga shukr deb. Turib 2016 oxiridan boshlab g'achdi yeni bir qatim aloqani to'sdi. To'sgandan keyin yeni ochdi, mana ochdi, o'zgardi bu Xitoy deb saqlab qo'ydi. 6 oy saqladı, 1 yil saqladı, saqladı yo'q. Endi lagerga solusimi ashdan bir bekvatgandan keyin bir chiqa deb qarab tursa, mush minglagan odamlarga mush o'ltirib qo'ygan rasmni chiqarib qo'ydi Xitoy yerda. Adamlar seniki urug' tuqqanlarni biz qo'yib bermaymiz. Unda oson chiqolmaydi deb Uyg'urning eliqin mo'tibar zatlarını öldürüp ülgün taşlap belgildi. Toqatlı çataldaki Uyg'urlarni. Sen unda hamka qanma Uyg'ur. Biz sellerini mundaq qijnavatimiz mening ma'lagim. Resimni bir parça resimni ko'rib qo'y. Biz sellerini mushundaq qijnavatimiz. Da mushundaq o'ldirib barmiz mana. Eng mo'tibar dunyoga mashhur zatlarini biz mushundaq o'ldirib barmiz o. Sen nima hamka qilishsa, tallamsın cevap. Dep Xitoy mavu kuchurni yetkazgandan keyin odamlarda g'azab, nafrat, bir boshdan qo'rqinch va isir mening ashar qilgan bolalarimni o'ldirayotganmidi, mening ayolimni o'ldirayotganmidi, mening ochalarimni, otalarimni, ota-onamni, urug' tuqqanlarimni o'ldirayotganmidi. Nima kun bo'lganda shu qandoq yadidi deb ma'nodan qaynab ketgan bir hayajon bu, kishilik, shaxsiy hayajon, oilaviy hayajon bu. Buni uyg'unish demaymiz. Şunun tüfeyledi ailevi hayacan, kirindaşlık duygusundan çıkıvatkan bir azaltmış boğazga, meyli Şincan bisin meyli, Nimil bisin meyli, ot gitvatkan bir binanın içinde küyüp gitvatkan adamlarını kutulduğumay, bu binanın etrafını kandak zinetleyimiz, bu binanın peşini otlu ölçkendiği için bu binanın ismini nimde koymayız, hep munda tavaşkıçılık, küyüvatkan adamı kutulsan bundan bizler Nimil bolsan bolsan, dep, bağınlığa şapaşlap gitardı bizim adamlar. Milli uygunuşun emez. Milli uygunuş kandak buldu. 32. yıldaki 32. yıldaki Xotan inqilabınınki serkerdilerine misal alay cıhnım amali Muhammed Emin Buğra Emir Xotan İslam Emirliğininki emiri hükümetninki başlığı. İki enesi vuruş şehit oldu. Tunganның kulu şehit oldu. Bir qoşaqdan çıkan enesi nurg'ullıgan tuqqanları aldınqı sapda jangda şehit oldu. Mana mani milli uyg'unish deymiz. Ma inalarimda meningki men hamda deydigan yaptım cho'nkamma hammasini cho'nkamma men podsho bo'lsammi o'lsammi inqilobni men qilay urushni men qilay
Yenillerim sizler mavu bizning keyin qolgan urug' tuqqanlarga kishilarga aqdorchilik qilib, sizlar oilada tish o'ltiringlar. Bunda oil bo'ylab o'lib ketmayli demay, yenillarni, urug' tuqqanlarni, bola vaqinlarni hammasini oldin qisab chiqarib turib, bunda urush qildi. Meni ma'lum o'zini uyg'unish deymiz, milliy uyg'unish deymiz. Bundan misollar ko'rmang. Bundan misollar son sanoqsiz milliy uyg'unishga turganda. Ammo hozirgi chet eldagi bu uyg'unishning o'zini buning ichida haqiqiy uyg'ongan qarindoshlarimiz bor, uni men yo'q demoqchi emas. Zodi haqiqiy uyg'unib Xitoy deganninki zodi 73dan tortib bizning dushmanimiz, kelgisi 73 avlodlarga tortib bizning dushmanimiz. Biz o vatanni qo'limizga qaytarib elib mustaqil davlat qurib, Xitoyni sepilning o tarafiga o'tkazmaguncha bizga xotirlik bermaydi. Biz ham to'xtamaymiz degan bunda mustahkam irodalik odamlar bor, ular yetib chiqadi, bulutning yoshlarda ko'p chiqadi. Zodi vatanni mustaqil qilmasak, Xitoyniki yaxshi kunimi, yomon kunimi baribir bizga harom deb turib, bundaq uyg'unotlar bor. Ammo mutlaq ko'p sonligi, mingligini, 10 mingligini, 100 mingligini qarindosh azobidan, qarindosh hasratidan azobni ko'targan bir hissiyot bu, kishilik hissiyot bu, uyg'unish emas bu. Endi men shu yaqinlarda bir qancha qarindoshlarimiz bilan fikrlashib qoldim. Shu bizning shu qurilayotgan mustaqillik tashkilotiga naqoyil, bilimli, ongli qarindoshlarimizniki men bilan shaxsiy e'tiborning suhbatlariga bergan javoblarimning orasida bunda bir javob berib qo'ydim. Buni mashhada asl kerak. Yana o'tirg'i tashlab qo'ydim. Agar Xitoy chet eldagi mush Uyg'urlarga, chet eldagi mush Uyg'ur tashkilotlariga, da'vogarlarga bir iltimotni topshirib, qarshi mushu bir anketni to'ldirib, BDT'ga topshirsa, Yevropa parlamentiga topshirsa, o'zim turayotgan davlatning parlamentlariga yo'llaysa, shu vaqtning o'zida biz lagerni taqaymiz deb bir shart qilib bosganda o'tdi. Bu xatarlik. O vaqtda bizning ishni oldiga kelib, derizini urib chiqishni yanmaydi odam. Haqqasin faylini yan, biz qarindoshlarimizni qutuldirib olaylik. Xitoyga ma'qul deb turib, biz ayani qutuldirib turib, ondan keyin qilmamsa o mustaqillik da'vorini qo'y deb munda qilishni yanmaydi. Mau yaqi shaxsiy manfaat degandan keyin, shaxsiy tuyg'u, shaxsiy hasrat, shaxsiy azob degandan keyin ajoyib kuchli narsa. Biz mushu shaxsiy manfaatni, shaxsiy irodani, kishilik irodani, oilaviy hissiyotni yengib chiqa olgan chog'ning o'zida dadamizni, onamizni, xotin bolalarimizni, qarindoshlarimizni, jut ahlimizni qurban beralab turib, maydonimizda milliy irodada mustahkam tura olgan chog'ning o'zida ondan keyin biz g'alaba tarafga, Alloh beradigan yordam tarafga, dunyodagi insonlar beradigan yordam tarafga yuzlanaymiz. Bo'lmasa 33-yilda qanday bo'ldi? 33-yili Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti qurildi. Buningga Xotan Islom Amirligi, Qashqar Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti hukumatiningki rahbarlari hammasi mustaqillikning prezidentlik salohiyatini Ataliq G'ozi G'ojiniyozga topshirdi. Onunga Ataliq G'ozi degan unvonni berdi. Bunda unvonni badavlat bir qatim olgankan, ondan keyin Mustafa Kemal Türk xalqiniki Atatürk deb olgankan, bizniki G'ojiniyozga Ataliq G'ozi degan bu xalqning kelgan inqilobiy unvonni berdi. Bergandan keyin G'ojiniyozga Sovetninki Shinsayning haqqasini salatini qarab turib, din bir tarafga vatanga qarab turib, xalqning ahvoliga qarab turib, zodi bunda mustaqillik deb turolmay, dunyoninki, xalqaroninki boshqurushiga bo'ysunib, Stalin dahiyninki salasiliga bo'ysunib, Shinsay bilan birlashma hukumatni qurib, bu milliy bo'lgunchi Sovet damolini operib, o'limga tutib bo'lsimi, bu millatni mushu vaziyatni qutuldirib turib, saviyasini o'stirib, mustaqil bo'g'dak bir onga yetgan chog'ning o'zi qilib olamiz mustaqillikni keyincha. Hozir mavnay ig'ir xatar ostida qilyapti bu millat. Shunga mushu xatarni o'tkazib olaylik deb mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetininki salohiyatini bekor qilyapti. 34-yili 12-aprel bekor qilyapti. G'ojiniyozga imzo qo'yib turib, Şinjan Ülkülük Birleşmiş Hükümeti'nin ma'muriy bo'lib, Urumchiga o'tkazdi.
aldıda Hocniyaz Hacı tütüpägen Sabit Damoğlanlar, Zirib Qarajimli qatarlıq bu devletin erbaplarını öldürdü. Onundan keyin xuddi bugungi kundan İlham To'xtov qatarlıq ming'ilgan, 10 ming'ilgan vatanparvar ziyolilarimizni tutib turib, yuqori mansabga o'sgan Nurbekli hozir o'zi tuzoq tushgan o'xshash Hocniyaz Hacıning taqdiri bo'ldi. Ondan keyin qanday bo'ldi? 44-yil mustaqil cumhuriyet qurilgan chaqning o'zida Domindang tarafdagi 3 efendilarninki tarkibidagi hukumat qanday bo'ldi degan chaqning o'zida hozir biz mustaqil bo'lib ketsak, ma'ili o'g'rilar bilan qo'shilib biz sevib qolganmiz. O yoqdan Angliya besib kelgan. O vaqt Angliya shu Kashmirga chiqib Angliyaning chegarasi, ya'ni biz bilan Hindistondagi chegarasi emas, biz bilan Angliyaning chegarasi o'rtada. Angliya bizning bo'shog'imizda. Yoki inglizlar besib kelib, ya'ni dinsiz qilyapti, xristian qilyapti, yoki bo'lmaydi, ruslar besib kommunist qilyapti. Shunlashqa biz ma'u bizning dinimizga jafo qilmaydigan Gomindanglar bilan samchaqni birlab turib, bu yerning o'zini saqlab turaylik. Keyin bu yerning o'zida bir milliy uyg'unish bo'lib, ong saviyasi yetilib, andakin o'z taqdirini o'zi belgilash demokratik usul bo'yicha bu yerni mustaqil qila olamiz deb mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyatiga chishtirna bilan qarshi faoliyat qilgan shu vaqtning o'zida. Shu vaqtdan keyin Ma'rif komissiyasi qurildi. Mumkin Bug'ra Hazrati Ma'rif ministrligininki amaldori bo'ldi. Maktab o'qildi, qilib boqdi. Hocniyaz Hacım shunday qilganki, Sabit Damo'llarni, Zirib Qarajimni mustaqilchilarni tutib berib, o'lkalik hukumatning ma'mur boshi bo'lgan chog'da Ma'rif mas'ul bo'lgan, yo'l qatnashchilarga mas'ul bo'lgan, maktab ochgan, 30 necha ming dona maktabga chiqib keladi. Shunda qilganki, nimaga yaraydi? Bir odamniki yurak kasali odamning o'ziga, ko'ksiga og'riq tashlaydigan dorini ushlab qo'ygandek ish mavzu. Mustaqillikni tashlab berib turib, mustaqillikni voz kechib turib, aniki kundalik tortayotgan zulmini yengillatamiz deb qilgan harakatning o'zi yurak kasalini ichidan davolamay, operatsiya qilgan narsani davolamay turib, menga chiqqan o'smining o'zini operatsiya qilib davolab, u yana ichidan davolamay turib, teshidan durushlab qo'ygandek mundaq bir ish ma'lum. Shu ishning o'zini chattaldagilar hozir yana shu tarafga mingyapti. Bu uyg'unish emas bu. Mümkün desek mi? Fakat qarindoshlik azobi. Bizning yo'q. To'g'ri. Lagerga cəmiyyətlərimiz tatib yüzləyən qarindoshlarimiz lagerda. Bütün cəmiyyətlərimiz lagerda kimdə 10 yıllık, 20 yıllık, 15 yıllık kesimdə qurbanlarımız. Şu. Hakikaten bu tarixdagi ishlar takrorlanayotgandek bayısıza degan tarixni qayta anlagandan keyin xuddi aşağıdaki ishlar hozir qayta takrorlanayotgandek tuyuladi menga. Endi bu hammalarning shu hozir daral kallasiga keldigani shu lager bo'lib qoldi. Qanday bo'lsa shu lager qutilsa, lagerdagi qarindoshlarimiz qutilsa, biz hech bo'lmasa bir ota-onamiz bilan urug' tuqqanlarimiz bilan ko'risha oladigan holatga kelsakmi, desek, andan keyin boshqa ishni o'ylasak, deydigan ahvol nihoyat ig'ir hozir. Ben bugun bir muloyiza o'qib qoldim va qo'rqinchli ya'ni. Undan yozibdiki, Xitoy hamda hozirgidek taraqqiy qilgan bir davrda 50-60 yil, 100 yil burunqidek keng ko'lamli qirg'inchilik qilish mumkin bo'lmag'achqa, shuni dunyo ko'rib tursa, buni yo'l qo'ymaydi. Masalan, Kosovoda bir shaharda 8000 musulmonni qirib tashlagandiki, u ishlar avj elib, keyin NATO'niki askar chiqarib yurib, bu o'lkani ozod qilib berdi. Mushta ishlar sabab bo'lib qolishidan qo'rqib Xitoy yo'shirin o'tirish, ya'ni bildirmasdan o'tirish taktikasini qo'llanish orqali shu atalmish qayta tarbiyalash degan nomdagi Nazi kamp shaklidagi lagerlarni qurib chiqib, uning ichiga akirib asta-asta o'tiryotdi. Ya'ni u anladik, ya'ni o lagerdan chiqqanlarning ko'pinchisi uzun o'tmay o'lib ketar ekan. Ya'ni shu ara nimjon bo'lib qolganlarni majbur chiqarib o'tishga baribir o'ladigu deb chiqarib o'tgan, ular o'lib ketyapti. Ammo men o'qigan maqolada muloyiza qilishicha, Xitoy ashta ochiq oshkora keng ko'lamli qirg'inchilik qilishdan qo'rqib, dunyoning g'azabi qo'zg'alib ketsa, men balo qilaman deb. O'shda yo'shirin o'tiryapti, ammo bu ishning tanarqi nihoyat yuqori bo'lyapti deb yozibdi. Ya'ni nurg'un binolarni soldi.
nurg'un saqchilarni oldi. Buningga chiqargan puli ajoyib ko'p pul ekanda, nurg'un ekan. Ham bu muloyizda deydi. Hozir Xitoy yangi ishni boshlagan chaqda bu iqtisodga chidaydi. Ammo bir mezgildan keyin bu iqtisod bek yuqori bo'lg'achqa, chiqim yuqori bo'lg'achqa, bu Uyg'urni yo'q qilishning tanlarqi yuqorilab ketdi deb ash lagerning ichida yo'shurin bir-birlab o'ltirishga, ya'ni keng ko'lamlik qirg'inchilik qilishga boshlaydi deb muloyiz qildi. Bu endi o'qib baqqandan keyin men bir turib bir vahima bosdi, qo'rqinch bosdi, ammo hali muloyizlarniki asosi bor gapda ko'rindi. Shunga mushundaq bir xatar mavjud. Shunga hozir bizning xalqimiz orasida hozir mustaqillik ideyasiniki uyg'onib ketishimi baka emas. Ya'ni men yig'lab, qaqshab, yolvursammi o'tirdigan bu Xitoy. Ya'ni 100 kun ishdek yashagandan bir kun shirdek yashab o'lganim afzal emasmi deydigan erkaklarmi bara o'g'inayotdi. Shunga ular deydiki, biz uni deb baqdiq, buni deb baqdiq, 200 yildan eshibdi, mushu guylar bilan bir inson suhbat bilan yashab baqaydiq, bo'lmadi, qirqlayotdi. Tarixdan bu yan qirqlayotdi. Yolurib baqdiq, yaxshiga qilib baqdiq, qarshilik qilib baqdiq, namoyish qilib baqdiq, isyon qilib baqdiq, bo'lmadi. Zadı bu şu tuprağımızı, özümüzden müstakil tuprağımızı jurp kolumuzga almagacha bizga bu erkinlik, tinchlik, inson haqlari hech nima bo'lmaydi ekan, qo'limizga kelmaydi ekan degan ideyaga kelganlar nihoyat ko'p sonda hozir. Shunglashqimi xalq orasida hozir bu Parijda qurilmoqchi bo'lgan bu tashkilotdan cho'ng umid kutadiganlar nihoyat ko'p. Bayı siz deb o'tdingiz, bu tashkilot qurilmoqchi bo'lib bir e'lon chiqarilgandan keyin nurg'un dushmanliklarga, qarshiliklarga, har xil fitna fasodlarga sabab bo'ldi deb. Bu vaqt qistab kelib qoldi. Sizcha mening anglashimda bu qurilmoqchi bo'lgan tashkilotniki xarakteridami ba'zi o'zgarishlar, ishki qismida ba'zi o'zgarishlar bo'lgan gaplar bor. Ya'ni u emas bu qurildi-ki, bu qurilib bo'lganda bir narsa qurildi-ki deydigan nurg'un gaplar bor, mishmish gaplar bor hozir. Muşaqda bir aniqlik beramsiz. Ya'ni bu mustaqillik tashkiloti mutlaq ko'p qismni Uyg'urlar hozir deydi, bir mustaqillik tashkiloti kerak bizga. Bu cho'qim sog'lom qurilish kerak deydi. Bunun savol, bu mustaqillik tashkiloti cho'qim sog'lom qurilamdi Parijda. Uningdan boshqa mishmish gaplar, ya'ni uningdan boshqa A qurildi ekan, ma qurildi ekan degan gaplarga, ya'ni har xil tasavvurlarga siz nima deb javob berasiz? Aslında muşu mazmunda başlayan söhbətini yolda kitib etiblər şaxlab başqalarını ayrılıb gəldik. Mazmunga yaxşı süzüb gəldiniz, yəni yaxşı oldu. Əmdəlikə biz mandat təşkilatını qurumuz deyilan bir qancha adam topluşuqlan özünki qaysi kollektivin iradəsi verilən bir təşkilatını muşda qurumuz demək olmaydı. O millətninki g'emi uchun, millatninki ozodligi, vatanning mustaqilligi uchun harakat qilamiz degan bunday cho'ng bir g'oya bilan, cho'ng bir xarakterni o'rtaga turayotgan bir harakat bo'lg'achqa, albatta bunda ko'pchilik ya'niki fikrni anglash to'g'ri keldi, ular bilan munoziralash to'g'ri keldi, tushuncha berish to'g'ri keldi, ba'zi chog'da xafalashishga to'g'ri keldi. Albatta Avyan gapning 5ta söhbətning 5ta degan o'xshash yil boshlarida mushu bo'libmi tayyorlik komitetining yig'inini echib 17 mart e'lon qilgan chaqlarimizda bular qurultayga qarshi deb yomon g'ulg'ul qilgan. Shunchalik tuproqdan tezlikimizni vaqtimizni jiq gapga tushuncha berishlarganda andan keyin o qurultayga xaf bo'lib nurg'unlagan deymaslik deyishlik keyinroq desek bo'lgan gaplarni deb qoldik. Shunda bir majroga so'rab kirgandi bizni. Mayli g'arazlik akirsin, mayli ahkomlik bilan fikr qilib shunda qilib qo'ysin, shunda bo'lgandi. O majroli bir besiqdi. Besiqqandan keyin turiblar sürgünlük hukumatning ichida ochiq bir sürkülüş o'tirib chiqish bilan andan keyin bizniki tashkilotningki shu qurilayotgan tashkilotning shu muzokara tayyorlik komiteti mush tashkilotni qurimiz deb qatnashayotgan qarindoshlar va yangidan qo'shilayotganlarning bor soni kengayib borgancha yig'inga keldiganlarmi muzokaraga qatnashyapti. Aqsh davlatlarning burun tayyorlik komiteti yig'ini chaqirgan chog'da hech qanday vakil kelmagan tashkilotlardan
hazır vekil evatwatıdı. Bazı nüfuzluq yüzlük kişiler özü qatnaşıwatıdı muzakirlige. Teşkilat kuruluşdan burun teşkilatның xarakteri to'g'riliq bizning bir xabarda bo'layli degan iltimos bilan muzokaraga qatnashib o'tgandan keyin mushu yaqinda mushu sürgünlük hukumatning ichidagi ba'zi bir ichki muxolifatlar ba'zi bir krizislar tufaylida andan keyin ba'zi qarindoshlar unda tashkilga o'tirib qo'ygan bo'ldi. Biz endi yana ayrim bir mustaqillik tashkilotlar quruvchi kerak. Sürgünlük hükümetninki içine bırakılan kirip aşanın özü de kengaytip bizak olmam diyen munda tekstin düştü. Bəzələr o ya sürgünlük hükümetinin özü olanın ayrım adamlarının teşkilatı o. Uya getiriş cümlemiz bizim kürdürmeydi. O yetki bir teşkilat, sırtın adım olmaydı. Şunlaşka biz parlament olsak olmamdı o. Şarkı Türkistan milli parlamentimiz o, mandalı kurup milli meclisimiz o. Manda kurup kısa olmamdı degan bu teklifin fikir adamların özünün erkinliği onda fikrini oturup kılalaydı. Bunda fikirlerin boldu, muzakirli boldu, düşünce izahatlı boldu. Bazen bir rehberlerimiz bazı bir söhbetlerde onu kılışımız mümkün, bunda kılışımız mümkün. Jığın etilgan çağda köpçülüknin ki avazdan kararı bilen, köpçülüknin iradesi bilen neyim oturup çıkmaz şunu kılarımız degandek bunda bir ifadelerimi kişilerini yığır guman kısıp koydu. Ondan keyin bu münasebetler sırtlar kılıp çıkıp tepkirep bunda kapı 40-50 adam bayıldı, kan muzakirlerini onu sandıkla paşak uygulanmaydı. Adamların degandan ki yakın adamlar buldu, yakın dostlar oldu, dap berdi muzakirlerini üstüne yetkizdi. Şunu olan bu sürgünlük hükümetinin içindeki qarindaşlarga, o parlamentlik qarindaşlarga yetip ulardan inkas geldi. Zadi bular mustaqillik tashkilot qurmaymiz deb turib odamlarni to'plab chiqib bizningki 10 yillik tarixga ega hukumatimizga qarshi uning qarshisida yeni bir hukumat yoki yeni bir parlament qurib chiqib nima ish qilmoqchi deydigan bunday bir tushuncha berib qo'ydi, tushunchasiz kelib chiqdi. Shu majrolarning o'zi yo'q emas, bor. Unda ish yo'q deb unda ko'zim bog'lanmaydi amaliyotda bo'lgan ishlarga. Ammo bu qatim qurilgan bu tashkilot parlament bo'lmaydi. Çünkü Şarkı Türkistan sürgünlük hükümetinin parlamenti diyen bu parlamentin burun biz ben bu hükümette 2009 yılından ki ahırlardan başlayıp tecrübe kızık etmeyendim. Bulan bu şu bir kolektifinin ki teşkilatı karakteri değerli. Onundan burun kızıktık. Biz atmamiyatçilerini, kişi kutularını kollap jügen çağlarımızın öldü mü şu sürgünlük hükümetinin özü bilen Kurultayının oturusunu yakıllap, kurultayının karakterini ya özgertiş gerek, ya onu sürgünlük hükümet özgürtüşü müstakil kıladigan kurultayının özü müstakil kündülük bu kontlak tutulsun, bizi karşı olmaydigan bir havanı tanışaymazda biz arlaşkan bu işler. Keyin o münasebet yamanlaşıp kalgandan keyin biz yaxşı qilmayızda işini buzib qo'yganmi bo'ldik. Şunu bilan 2009 yılının ahırdan başlap sürgünlük hükümet bilen tezgahı neyim iş bo'layotganligini xabarimiz bo'lib ketmadi. Shunda bo'lgandan keyin bu hukumatning bir kollektivning tashkiloti degan tushunchada bo'lib keldik. Buni inkor qila olmaydi. Yozganlarimiz bor, so'zlaganlarimiz bor. Bu qatimki krizisda bularninki ichidagi suhbatlar tekshirib chiqib, ularni o'tirib qo'yib, bu bir kollektiv tashkilot emas, bu millatninki hukumati bu. Degan fikr bo'ldi. O'tgan qatimdagi siz bilan G'ulom Efendi ep bağın söhbətini mən tuluq anlap çıxdım. Yaxşı karakterini oturup koydu. Elqidək bütün xeyliqi ilçi atılğan, saylam qıldığan bir anlığı saylam emas bu. Həqiqi millət vekili salaydı eniq boğan, vətən millət sadık, dəvaq sadık, siyasi salahiyyəti eniq boğan adamlar vekil qatmışı. Bunu kənaytib qurulmuz əlbəttə. Yəni bundan ifadını bilgəndən keyin bizim onun nurgun tərəflərini yeni bir qatim düşəndik. Elbette bu qatim kurulgan teşkilat Meyle Şarkı Türkistan demdo nemildi sizdesin iş qilib Şarkı Türkistan müstakillik hareketi degan şunda bir karakterini bildirdiğen nam bilen şunda karakteri ega bir siyasi inqilobiy teşkilatı kuruldu bu. O parlament olmaydı, milli meclis olmaydı, şunda okuyish kerakdi. Onun bağlılığını bildik. Hakikaten şu kollektifin teşkilatı emas, kollektifin parlamenti emas.
bir grupning. Millatning ekanligini rasmiy e'lon qilgandan keyin ular endi shundoq bir ochiq oshkora ifoda bildirayotgan chog'ning o'zi yo'q sening gaping yolg'on. Sen yana burunqiroq bir kollak bo'lisha, bizni qo'yningga olmaysa deb turib, sen qilganni biz qilmaymiz deb parlamentda oyoq qurasning bo'ldi o'chaqda. Ikki bir mustaqillik talab qiladigan nomi o'xshash mundaq bir kollektiv o'tirib chiqadi o'chaqda dushmanlik chiqadi ustidan, ziddiyat chiqadi. Millatni qaymoqtiradigan partiyaga chiqadi. Düşman ayarı qilib qoldi. Bizningki hozir qilgan ishimiz mushu tashkilotni Gollandiyada ochilgan yig'in, shu yerda ilingan qaror bo'yicha, shu xarakter bo'yicha vatanning mustaqilligini o'zgartirish siyosiy yo'l bilan talab qilgan va kerakli harakatni qildigan, o'zini chiqalaydigan xalqlar bilan mustaqillik temish ustida, mustaqillik harakati ustida to'xtam tuzalaydigan bir cho'ng tashkilot mana xarakterde qurib chiqmaydigan mushuni kuchga ega biz boshqa qilamiz. Shu yerda 100 odam kelsin, 200 odam kelsin, hatto o yig'inning xarakterini buzyapmiz, tashkilotning xarakterini buzyapmiz deb qo'l tuqqan bo'lsin, uni biz shu mustaqillik tashkiloti degan nom bilan o'sha xarakter bilan quramiz uni. Abdulki tashkilot bo'lsa, uni tashkilot deb quramiz degan fikrlarmi bo'ladi. Unda yo'q emas odamlarningki o'zininki tushunchisi odamlarning tashkili tushunchalar bo'ladi, uni o'tirib shart bo'ladi. 10 tashkilot yig'ilib, endi bir tashkilot deb qo'ygan ajoyib kulkili ish deb bunda zon qilganlar bo'ladi. 10 tashkilot degan gapning o'zi nima u? Myunxendagi paloni tashkilot, Amsterdamdagi pistani tashkilot degan hammasi demak yerlik tashkilotlar. Bizning Uyg'uriston ozod tashkilotidan bor shuni ichida. Uyg'uriston ozod tashkiloti Myunxendagi tashkilot emas bu. Bu biz Uyg'uriston deb atagan shu Sharqiy Turkiston vatanimizni mustaqil qiladigan qamkasi qon, jonkasi jon berib turib mustaqil qilamiz deb qurgan tashkilot va shunda harakat qilishga vakillik qilamiz deb o'tirib chiqqan tashkilot. Bizning tashkilotimiz unda qilgan jamiyat emas. Ammo bu shu 12 tashkilot, 18 tashkilot, 16 tashkilot deb atilayotgan tashkilotlarning o'zi nima degan chaqda shu o'zi turayotgan rayon, o'zi turayotgan davlatda bir asas qatlam komitet rolini o'ynaydigan tashkilotlar, yerlik tashkilotlar, shu davlatninki asas qatlam vazifasini, xizmatini qiladigan Uyg'urlar bilan davlatning o'rtasidagi yarashtiruvchi ko'rik rolini o'ynaydigan, undan keyin vaqt qaray kelgan chog'da namoyish qiladigan, yig'in o'tkazib, Xitoyning o'zini shikoyat qiladigan, bunda faoliyat qiladigan tashkilotlar. Ammo ma'lum tashkilotlar yig'ilib qurgan tashkilot nima degan chog'da Germaniyadan, Gollandiyadan, Belgiyadan, Shveysariyadan, u yerdan, bu yerdan, Poloniyadan, Yaponiyadan deb birmuncha davlatdan davlat xalqigan, qit'a xalqigan, xalqaralashgan cho'ng bir tashkilot deyiladi bu. Yuqoridagi markaziy tashkilot degan bo'ldi. 10 tashkilotni markazlashtirgan markaziy bir tashkilot degan bo'ldi. Unda tashkilot deb atirish, parlament deb atirish fikr qilishaq bor hammaga. Yoki tushuncha hosil qilinmagandan keyin uning ustiga xalqimizning o'zi 10 yillab, 20 yillab da'voga faoliyatga aralashib yurgan bo'lsa-mu, tashkilotning siyosiy xarakterining qanday bo'lganligini bilmaydiganlar yomon ko'p. Endi bilmaydi desa xafa bo'ldi, uni bilmaydi. Endi vatanning o'zida tashkilot desa, tashkilot turib, mundaq bir siyosiy saviya o'stirgan imkoniyat bo'lmagandan keyin bu yer tashkilot degandikilar mana kommunist partiyasi yoki sizgandek bir narsalar bor. Tashkilot deganda shunday zeriklik. Vatanda yangi chiqqanlar bo'lsin yoki koni chiqqan bo'lsa-mu, tashkilotningki siyosiy xarakteri bo'ldigan mundaq bir tashkilotlar bilan munosabat qilib baxmagan, unda tashkilotningki qanday bo'lganligini amaliy bilib baxmagan, bilish imkoniyati bo'lmagan qarindoshlar qachon shunday o'ylab qoldi. Bir muncha tashkilotni yig'ib akib, yana tashkilot degandan bu qanday gap, qanday mantiqsizlik deb o'ylab qoldi albatta. Ama bunu tushuncha berish kerak. Demak, shu chet elda 10 yillab, 20 yillab vatanda vasqatdiq deyotgan bilan odamlarning siyosiy saviyasi, tashkiliy saviyasi, tashkilotni qanday qurib, qanday yetaklab mangadigan, ya'ni vatan davos qiladigan, vatanni, millatni mustaqil qilish uchun urush qila oladigan, harakat qila oladigan bunday tashkilotning xarakterininki qanday bo'lganligini bilmaylik odamlar. Undaq bir tarbiya, tashkiliy xarakterini tushuntiradigan ishlar bo'lmagandan keyin qachon o'sish faoliyat yoki namoyish yoki yig'in-tugun shu yerda so'zlash, doklad berish faqat oshlan bo'lgandan keyin bizniki ziyolilarimiz unaqa tashkiliy saviyasi bo'lmagandan keyin tashkilotda bir kasbiy ong bunday bir narsa yetilmagan bo'lgandan keyin ziyolilarimiz o'ziniki o'ylig'ini, chet elda o'zi ko'rganini yoki chet elliklarningki
ötken işlerini, faaliyetlerini görüp şunlardan təsiratını sözləp işten başka işlerini bilip etmeydi. Şunun için hem de bundaki teşkilatlar kuruluşu, parlamentler, hükümetler kuruluşu kullandığı yalan konuşma normal iş. Onun özüne herkes Jadal majra, voy bularning ichida majra bo'yi tutib bu qanday olib ketgandi, tashkilotni qurmay turib buzibgandi nima? Deydiganda endi ishlatning g'am andishin bo'lib qolishi normal ish. Lekin unda emas. Amaliyotda u yerda bir tashkilot quramiz inshaalloh. Sharqiy Turkiston mustaqillik harakati degan bu tashkilot qurildi. Qurilgandan keyin shu tashkilotning o'ziga surgunlik hukumatdan vakil qildi. Ularning vakillarni shabatlashdi bizniki kadrlarimiz. 2019 sürgündeki hükümetniki saylam bo'ladi ekan, o saylamga balkim bizniki Sharqiy Turkiston mustaqillik harakati tashkilotimizdan cho'ng amaldorlarimiz qatnashishi mumkin yoki berib, ba'zi tarkibidagi shu qurilgan tashkilotning tarkibiga kirgan tashkilotlardan millat vakili chiqarib sürgündeki hükümetniki parlamentidan yozib berishi mumkin yoki millat vakili bo'lib qurishi mumkin. Bu yaxshi inshaalloh. Bir yaxshilikni biz o'tirib chiqarmaymiz deb qadam bosib mangandik. Hozir shuning busuqsiga keldik. Uni mayli yaxshi niyat bilan, aqtınlik bilan, soddalik bilan buzaytishga o'rinib qolsin, yoki bo'lmaydi, suyuklashdan buzaytishga o'rinib qolsin, unda ishlar Xudoyim bo'lsa yuz bermaydi. İnşallah. Rahmat. Endi bu hakikaten uzun oldu. Bu işe tayyorlik qilib, endi necha kunning ishi qoldi. Shunga xalqimizning ko'zi aşağıda hozir. Aşağıdan bir yaxshi ish chiqsa, haqiqiy biz kutgan bir markaziy tashkilot, bir mustaqillik tashkiloti chiqsa, undan keyingi masalan xalqimizning o'rtaq orzusi hozir mushundaq bir tashkilotlar asosida mayli mustaqillikni talab qilgan tashkilot bo'lsin yoki inson haqlarini talab qilganlar bo'lsin, hammasini birlashtirgan asosda bir avomning ovozi bilan, ovoz qo'yishi bilan bir Uyg'ur parlamenti qurib chiqilsa va shu parlament asosida bir surgundagi hukumat, ismi jismiga loyiq bir surgundagi hukumat qurilsa, biz Uyg'urlar hammamiz shuni markaz qilib turib, ham markazimizni shularniki bir tutash yetaklashi bo'yicha qilsak deydigan bir orzu umid bor. İnşallah hozir endi andaq bo'ldi, mandaq bo'ldi deb bir meni oldin mo'ljallashmi tasqani Parijga 200 dan ortiq vakil keldi ekan. Ular nimalarni muzokara qildi, nimalarni deyishdi, uni ko'ramiz. Ama inşallah bu tashkilotniki xalqimizning shu da'vo ishlarida markaziy rol o'ynashini umid qilaman. Chunki xalqimiz cho'ng umidlarni kutadi. Oxirida vaqt munosabati bilan Abdurahimjon apandim xulos so'zingizni olsam, andan keyin programmani oxirlashtirsak. Bo'ldi, rahmat. Xulosan u sizni yaxshi chiqarib qoldingiz. Shunda bo'lsa-mu men hamda xulosanni chiqarib o'tay. Shu tashkilotning ustida boshlagan suhbatni oxirida shu tashkilotningki ustida to'xtaylik. Endi hozirgi mas'ullik hukumatningki, parlamentningki, hukumat kabinetiningki ba'zi vakillar suhbatlashyapti. Ularni kirdi bu yig'inga. Kaysa bu qatnaqi bu tashkilotimiz qurilib, o'shaning o'zida Sharqiy Turkiston surgunlik hukumatining kilar qatnaqi saylaminingki qanday o'rinlashtirilishi to'g'risida inshaalloh bir yaxshi muzokaralar bo'ladi deb qarayman. Shunda suhbatni anglayapman. Shunda bo'lsa, haqiqatan yaxshi kutdi. Yana bir ayrim bir Uyg'ur parlamenti qurib qilish emas, meningcha hozirgi tashkilotni qurib, butun tarqoq tashkilotlarni bu tashkilotning nimasiga yig'ib, undan keyin bir kuch hosil qilib, mushuning bilan ayolman degandek yana Sharqiy Turkiston surgunlik hukumatini isloh qilgan, bir oz kengaytgan shaklda uni parlamentiga millat vakili kirgizib, undan keyin hukumat saylamini qayta elib berib, kengaytirilgan bir saylam bilan degandek bunda qilishimiz mumkin. Ammo haliqida kishilik huquqlar qildigan yoki boshqa bir xarakterdagi tashkilotlarning o'zini yemirib akilib, u yerning o'zida birlik degan bir narsani mundaqilki radikal bir shaklda chiqara olmaydi. Qana degan chog'da agar parlament bo'lsa, shu Sharqiy Turkiston surgunlik hukumatiniki parlamentini kengaytib qurgan parlament bo'lamdi. Shunda bo'lgan chog'ning o'zida balkim kishilik huquq tashkilotlari uning millat vakili avatishi mumkin, o'zining vakilini avatib, o'zining ularning vakili o'zining fikrini o'tirib qo'yib, bu yerda mana fikr almashtiradigan, o parlamentdan chiqqan qarorning o'zini o tashkilotlarga akilib
xabarini yetkazib, o'zaro fikrga o'rtoqlashadigan bunday bir vaziyat shakllansa, aslında o'zi eng cho'ng bir natija ham g'alaba hisoblanadi bu chet eldagi siyosiy da'vo hayotimizda, da'vo iqimida. Ammo hammani yig'ib akilib, bu mustaqillik bayrog'ining ostidagi, bunda parlamentga yoki mustaqillik bayrog'ining ostidagi mas'uliyat hukumatniki tarkibiga kirsa degan chog'dan o'zidan chek-chegara buzilib ketadi. Qarim-qarshilik chiqadi. Nima degan chog'da kishilik huquq degan bu nima bilan xarakter bilan shu nizomnoma bilan, shunday bir kitobnoma bilan faoliyat qilayotgan tashkilotlarniki nüfuzini bir yerga berib ketgan bo'lgandan keyin ular u nüfuzini chegara olmaydi, uni tashlab o'tolmaydi. Onu tashlagandan keyin nurg'un ishlari o'zgarib ketadi ularning bu. Shunga ularga fursat berish kerak. Faqat ulardan vekil qatnashtirsa shu yetarli. Darvaqa boshqa tashkilotlardan vekil qatnashadi. Parlament siz deganda shu parlamentning o'zi mayli yangilanib qurilsin, mayli kengaytirib qurilsin, ashuna bir parlament o'tirib chiqqan chog'ning o'zida har qaysi tashkilotlar o'zining qalbini sep tashlayotmaydi. Uning ostiga kirib ham biz shuni tarkibidagi parlamentning ichki tashkilotligi bo'lmaydi. Tashkilotlar o'zining vakilini beradi. O parlamentda har qaysi tashkilotlarningki millat vekilleri bo'ldi, o'zininki tashkilotning orzusi, o'z yashayotgan davlatdagi xalqning orzusini yetkazadigan mana bir vekil bo'ldi. Haqiqiy bir chet eldagi g'arb davlatlaridagi parlament shaklidagi bir xarakterga ega. İnşallah shunday narsa o'tib chiqadi. Buni jon bilan orzu qilyapmiz. Bu qatimki bir krizisda, sirg'inlik hukumatning ichidagi krizis bo'lsin, qanday bo'lsin, ba'zi bir muzokaralar bo'lsin, bu yaxshi bir keng quyunlar ochiladi. Yani qo'yin ochilib, darvoza ochilib, yoki ishonchsizliklar yo'qolib, o'zaro bir yiqilish o'tirib chiqadi. İnşallah mushuning o'zini xalqimizning to'g'ri tushunsa, ko'ngli qonuni keng tutsa, tashkilotchilarmi yoki mana shu huquqda emas bo'larmi, mana bir o'zim orzuqandek mansab tegmay, meni yaxshi ko'rmaydigan, mana ish qilgan, bu yo'qaga chiqib qolaman deydigan bunday bir pasanda kishilik g'araz bo'lmay, bir Allah bir hidoyat bersa hammamizga, shunda bir yaxshi orzu bilan, yaxshi niyat bilan xalqimizningki qon yeshi, vatanni ko'zini eqiyotgan qon yoshlarninki hurmati uchun bo'lsin, shu qarindoshlarimiz insof qilib bir yaxshi bir iqlimni, yaxshi bir vaziyatni barliqqa keltirsa, boshqa jinimiz paydo bo'lib ketsin-mi? Rahmat. Rahmat sizga, Abdurimjon efendim. Xalqimiz arasida hozir qiziq nuqtalar har kunidagidek tug'ilib turadi. Siz bilan yana o'xshamagan temalarda inshaalloh suhbat qilib turamiz. Bugun ko'p vaqtingizni oldik. Rahmat sizga. Oxirida sizga tanangizga salomatlik, oilangizga xotirjamlik, baxt tilaymiz. Xayr, yana ko'rishguncha omon bo'ling. Allohga omonat. Rahmat, Allohga omonat. İstanbul'un
Kara gözleriye yaş olun. Anam beni soğukkanlı ak yüreğe yüreğim. Anam beni soğukkanlı ak yüreğe yüreğim. Ömrü uzun olsun hem, bəxti olsun bətin. Ömrü uzun olsun hem, bəxti olsun bətin. Ben bu yatağımdan vətən xalqı qaram zulmətdən. Ben bu yatağımdan vətən xalqı qaram zulmətdən. Ben gülse